Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın her qaysı joylaridagi aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar, xalqimiz uchun qo'limizdan kelgan kichikkina imkoniyatdan foydalanib, bir amal, bir chora, bir yo'l, bir umid tepishimiz uchun yana ikronni ochdik. İkranımızda hammanlarga tanishlik bo'lgan yaqinqi zamonda vaqtlarda Turkiya TV'sida belgilik xizmatlarni ilib berayotgan, jumladan Cumhurbaşkanı bo'lgan hurmatlik Sayın Tayyip Erdoğan qarindishimizdan o'z qo'li bilan mukofot olgan va Uyg'ur xalqi uchun muhojiratlik qarindoshlarimiz uchun jiddiy xizmat ilib berayotgan, pul muomala fanlarida yetishib chiqqan doktor Burhan Ulug'yo'l bilan bugun suhbatimizni davom qiladi aziz qarindoshlar. Texmi ko'p xizmatlarni deyishning hojati yo'q, faqat bugungi ikronimizda qarindoshlarimiz bilan birlashib, birlikda, barobarlikda Uyg'ur xalqininki beshini og'ritayotgan, qiyinchiligimiz bo'layotgan eng muhim masalalarimizdan birisi iqtisodiy. Ovozim chiqayotgan bo'lsa, bir ikronga yozib etsam yaxshi bo'ladi. Iqtisodiy masalamizni hal qilish uchun ve hal qilishga tirishish uchun bugun biz bu yerda ovozim chiqib o'tibdi, Alloh rozi bo'lsin. Doktor Burhan bilan suhbat ilib boramiz. Aslında bek muhim bir tema. Kur'an-ı Kerim'deki bi amvalikum ve enfusikum ayetiga asasen mallarınlar bilen ve canlarınlar bilen bu köreşini, bu hareketini, bu zalimge karşı bizden mücadelemizni davamlaştırışqa Allah ikki narsani ko'rsatgan, birisi jon, birisi mal. Bizde jon bor. Bugun qaraydigan bo'lsak, nurg'un qarindoshlarimizningki tayyor ekanligini ovozini anglayotimiz, ammo mal yo'q. Aynı zamanda Abduxoliq Uyg'ur sende mal yo'q, endi ketsa jon ketar degan bir misrani degan. Bizde mal yo'q, jon bor bir shaklga kelib qoldik. Inshaalloh jonmi chiqadi. Ama mal yok aziz qarindoshlar. Chet elda iqtisodimizning tuvanligi va iqtisodiy qaynog'imizningki manbaning tuvanligi tufayli tashkilotlarmi qiyinchilik uchrog'liq, shaxslar qiyinchilik uchrog'liq, mujodelamiz, siyosiy faoliyatlarimiz, ijtimoiy faoliyatlarimiz nurg'un masalalar qiyinchilik uchrog'liq uchun bu jihatda agar biz bir chiqish yo'li topa olsak, inshaalloh Allah bizga bir ne'matni bergan bo'ladi. Burhan qarindishimizni, doktorni Allah bizga berdi inshaalloh. Davamlıq Şarkı Türkistanlıklar üçün, milletimiz üçün, ümmetimiz üçün özünün okuğan imkanı, ilmini işqı silip çokum her zaman bizge yardımcı boludu. Bu millet üçün hizmet kıldı dep oylayma. Ben sözüne pul muamele pelleri doktoru Burhan Ulug'yo'lga bersem, özünü kiçikkini kısık tanıştırıp etse, belki başka işkirallarda özünü tanıştırgan evvallı var. Şuna olsun bizim işkiranımızda. Kiçikkina bir o'zini tanishtirib o'tgandan biz darhol bu muhim temaga kirib ketsak deymi. Assalomu alaykum, doktor Burhan Ulug'yo'l. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Fikranimiz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dünyanın her qaysı joylarida yashayotgan barliq qarindoshlarımga Allah'ın salamı bo'lsin. Shundaqla hammasiga, shu ekran oldidagi barliq qarindoshlarımizga rahmat aytamiz. Endi men Burhan Seti desem Burhan Seyti deydi, Seyit deydi, Seydi deydi qilib nurg'ulg'an ismlar bilan tanildim. Lekin endi ma yaqinda familiyamni shu o'zim tug'ilgan shu Qumul Qarduniki shu Ulug'yo'l deb bir kanda tug'ilgan endi. Shunday qilib familiyam Ulug'yo'l bo'ldi. Shunday qilib endi hammadan deyalaydigan Burhan Ulug'yo'l bo'lib endi xalqimiz nima bo'lmas deb o'yladim, deyalaydi deb o'yladim endi-chi. İnşallah. Endi o'zim qarindoshlar bilgandek, shu Istanbul Sabahattin Zaim Universitetidagi shu savdo fakultetiniki islom iqtisodi va moliya bo'limida muavin professor bo'lib ishlayapman. Shundaqla shu bakalavrlik va magistr hatta doktor ballagacha ders turyapman.
tədqiqat qılayotganim hazır şu İslam pul muamele fənlər sahəsi boyunca tədqiqat edib beriyotman. Allah razı olsun. Yaqindan beri qilayotgan xizmatlaringizdan hamman ko'rib turibmiz. Inshaalloh bu ulug' yo'l degan taxallusga muborak bo'lsin deyman. İnshaalloh buningdan keyingi bu ulug' yo'limizda, Sıratul Mustaqimda, to'g'ri yo'limizda inshaalloh o'lib ketguncha menishga Allah bizlarni nasib qilsin va bu yo'limizni dag'dam qilib bersin, qadamlarimizni mustahkam qilib bersin. Doktor Burhan ulug' yo'l. Yani birinci sualim biraz zag'rinanchiroq bir sual. Bunun tegide nurg'un ma'no yotgan bo'lishi mumkin. Uyg'urlar, Sharq Turkistonliklar chet elda qanchalik kishi pul tepishni o'ylaydigandi deb bir savol so'rag'im bor. Bu bir ko'chininki suali. Chunki yaqindan beri biraz umidsizlanish bor. Uyg'urlarda terishmaslik masalalarini jiq anglab turyapmiz. Pul tepishga o'zini bermaslik, vaqtini bermaslik, buni bir izlanib bakmaslik masalalari. Buning uchun Uyg'urlarning pul tepish masalasiga ro'yi holatiga qanday qaraysiz? Undan keyin ikkinchi savolim bo'lsa. Qanday desak bo'lar? Endi hozir bu iqtisodning muhimligini hammamiz his qilyapmiz. Xo'sh. Menimcha madam arzu qilib deb qarayman. Chunki o'zingiz bilasiz, qanday deymiz, bizda to'g'ri ma'naviy hayot bor deymiz. Lekin ma'naviy hayotning asosi yana shu moddiy hayot endi-ku. Endi hozirgi bu kunda masalan endi men o'ylayman Amerika, Yevropa, boshqa yerga qarindoshlar balkim turmushdan xotirjam bo'lishi mumkin. Masalan, ish bo'lmaganda nim qolmaydi, bir uysiz qolmaydi ya bo'lmasa bir talada qolmaydi endi-ku. Ya bo'lmasa ashyaning ta'minlab bergan azroq nimasi bo'yicha yashaydi deymiz. Lekin endi mencha endi eg'ir degan vaqtda albatta endi vatanni hozir hammamiz bilamiz. Onundan qalsa endi Turkiyada Uyg'urlarning ahvoli bir qadar tuvan nachar ahvolda deyishga bo'ldi. Nima uchun degan vaqtda bu yerda paravollik berilmaydi. Ozroq yordam berilgan taqdirdami, lekin davlat tarafidan paravollik berilmaydi. Shundaqla Uyg'urlarning davolanish masalasi, yetim bolalar, tul ayollar degandek ko'proq bo'lganligi uchun endi bu İstanbul deyman, endi Turkiyada ahvol bakrak eg'ir bo'lishi mumkin deb qaraymiz. Hatto Uyg'urlarning sonimi İstanbulda Turkiyada eng ko'p deb qaraymiz, endi O'rta Osiyodan qolsam. Shunashqa endi hammasi shu iqtisodni o'lishib, shu iqtisodni qanday qilib jihlatish bo'lmama Turkiyadagi bir davlatda. Chunki hammamiz ko'rib turyapmiz, bugungi pulimiz ertasi yerim bo'qayotgan dollar hisobida degandekchi. Shuning uchun endi shunday bir xiris yoki bo'lmasa har xil nimalarning sharoit ostida xalqimiz ma'lum nisbatda pul tepishni o'ylayotdi yo bo'lmasa iqtisod sohasida izlanyotdi deymiz. Chunki bu iqtisod degan olim bo'lsin, doktor bo'lsin, ya o'quvchi bo'lsin, ya oila ayol bo'lsin, ya bola bo'lsin, hamma uchun ketadigan bir narsa endi. Buni desam siz bilasiz. Shunashqa endi bu bir jiddiy o'ylashilgan masala deb qarayman endi. Yani sizningcha Uyg'urlarning asosan ko'pi pul tepishni o'ylaydi, yani ichida pul topqisi bor, mablag' sog'isi bor. Ammo bugungi sizningcha Uyg'urlar buningda bir yani yetarlik bir maqsadiga yetdimi? Yani amaliyotga qarasak, pul tepishni o'ylash degan bu so'zda amaliyotga qarasak qanchalik Uyg'ur pul tepish uchun jiddiy harakatga keldi, jiddiy o'ylandi va jiddiy yangiliklarni tep chiqdi degandek bir masala. Mencha hammasi jiddiy holatda deymiz-ku. Qanday deymiz? Balkim burunqidanmi jiddiy deb qarasak bo'ladi. Chunki burun vatan bilan aloqa bor vaqtida hech bo'lmasa bu yerda osh qolsa vatan kasbi bo'ladi masalanga. Vatan kasbi ota-onamiz bor, qarindoshlarimiz bor, ayada yashaydik. Lekin hech bo'lmagan vaqtda ota-onamiz osh qolsimi, ammo bolalarim sirtda jafo tortib qolmasin deb vatandan pul yetib beradi-ku. Shuning uchun endi men shu bir 2 yil jarayonida Uyg'urlarning shu iqtisod, ya'ni pul tepish uchun demoqchi bo'lganim
pul tepish ihtiyacı texman küçeydi demekçi. Çünkü besim buldu. Burun mesela okuçular deyli, okuçular burun atalar pul yetmetti. Atalar yetmegen pullardan behman bulattı degендek. Lekin hem de hazır hem iqtisat üzüldü. Bayının bulsun, okuçunun bulsun, yoki bo'lsa har qanday kishining iqtisodi vatan bilan üzüldü. O yüzden hem de Uyg'urlarning pul tepishga yoki bo'lmasa ma'lum bir iqtisodni saqlab qilish yoki bo'lmasa ma'lum bir iqtisodni ko'paytirish yuzidan tirishayotidi ham bu yo'lda jiddiy izlanayotidi deb qarayman. İnşallah. Undaqda reallikqa qarasak, amaliyotga qarasak, rost degandek pul tepishga hammaylar nihoyat jiq kuchayapmiz. Mening shaxsiy fikrim biz mag'lub bo'ldik yoki %70-80% Uyg'ur pul tepish jarayonida mag'lub bo'ldik deb qarayman. Mag'lub bo'lganlar ichida birisi menmi bor. Uning uchun zoti sizdek doktorlarimizni sizdek fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamundagi ahla zikr ishning egisi, shu ilmning sahibi, shu yo'lninki ko'rsatkuchisi bo'lgan olimlarimiz, qarindoshlarimizga jiddiy ehtiyojimiz bor. Mag'lubiyat ig'ir, chunki amaliyot bilan nazariyani ikkisini shundoq qarasak, nazariyada Uyg'urlar pul topamiz, do'kon ochamiz, mablag' solamiz, izdanimiz deb hamma yerda yugurib yurganligi aniq. Ammo qarasak, jiddiy bir şekilde ma'lum Uyg'urning jiddiy pul tepayotganligi, bo'libmi keyingi chiqqan muhojirlarni asos qilaylik mencha. Burun chiqqan Uyg'urlar pul topganlar bor, ko'p. Ammo bilmaymiz sahnada yoki bu davoda jiq ko'rinmayapmiz. Az bir qismlari jiddiy o'zininki mablag'ini bu davo yo'lga ishlatyapti. Bizni ilgilendirgan masala shu bo'lganlik uchun shularni tilga olamiz endi albatta. Ya'ni amaliyotda biz bir mag'lubiyatning ichida deb qarasak Uyg'urlar pul tepish masalasiga kelganda, endi siz buningdan keyin bu mag'lubiyatni g'albaga aylantirish uchun Uyg'urlar qanday qilganda bu pulsizlik, choresizlik, qiyinchilik, tijoratsizlik, mablag'i yo'q ahvoldan qutulib chiqib bir jiddiy bir şekilde bir taraqqiy qilish, puldor bo'lish, mablag' ega bo'lish yoki mablag' silib ma'lum tijorat, zavod, korxonalarni qurish masalasida sizdan buning javobini bugun ilishga terishiman inshaalloh. Qisqa bir şekilde. Şuna hozir menda 10-12 tane savol bor. Aralıqlarda yana bir qancha savollarni qo'shsak 15 tane mush pul tepishga munosabatlik, dunyo pul muomalatiga munosabatlik, tijoratga munosabatlik, dunyodagi Uyg'urlarning pul tepishiga va Istanbuldagi, Turkiyadagi Uyg'urlarning iqtisodga ega bo'lishiga munosabatlik savollar. Savolimni so'rasam bo'lamdi, boshlasam bo'lamdi? Başlan. Birinchi savolim, biz bu pul degan narsani tushunaylik ki dunyoning tijareti, pulning aylanishi, ya'ni qaysi taraf yuzlanyapti. Ya'ni biz qancha kuchsakmi dunyo tijoratiga yetishib ola olamiz. Dunyo tijorati yoki dunyo pul muomalati degan nima? Buni bir azroq tushunib boqaylik. Uyg'urlarmi dunyoda pul manda bo'ldi ekan, tijorat manda bo'ldi ekan yoki pul muomil kasb manda bo'ldi ekan deganni yuzaki shaklda tushunib olsin demoqchiman. Birinchi savolim shu olsun. Rahmet, Allah razı olsun. Biz iqtisod, pul tepishni, tijorat qilishni hammasini iqtisod damda tushunib olamiz. Xo'sh. Amaliyotda biz iqtisod kelgan vaqtda telefonda qo'ysangiz bo'larmikan? Ya men mana o'zim ham bahrilishim lozim. Ma bizning qarindoshlar bek aktiv, menga asosan ham bahrilib bermaydi. Shuning uchun men dastlabda 5 minutda telefon qarab ham bahrilib olishim kerak. Ya'ni texnik ko'p qarindoshlarga yetkazib olishim lozim. Oldu. Şuna nurgun Allah razı olsun nurgun qarindoshlar meni xato tushundu. Demiş ki telefonni qo'lga olib olgan deb mush suhbatni butun to'plaga bosima o'tirib. Chunki mening yordamchim yo'q, ya'ni meni ham bahrilab berdigan. Siz davom qilsa men Buldu. bütün kulqam esiyadim, yürükim sildi zaten bugün. Buldu. Hem de bunda nesçi? Bu iqtisodga vaqtimizda birincisi tijorat bilan pul tepish. Xo'sh. İkincisi pul muomala sohasi orqali pul tepish degandekchi. Hamda tijorat sohasidan pul tepmoqdimi Uyg'urlar degan vaqtda albatta tijorat sohasida biz qadimdan tortib bir tijoratchi bir millat hamdachi. Tijorat bir ruhimiz bor. Tijoratdan pul topdi deb qaraymiz.
lekin ma pul muomala sohasiga kelgan vaqtda pul muomala sohasidan Uyg'urlarni asos jihatdan bu sohadan non yopoqmidi, bu jihatga kirpoqmidi deb qarasak bo'ladi. Nima uchun degan vaqtda tijorat deganimizda ma'lum narsani ilib ma'lum olib setish masalanga. Buni tijorat deymiz. Andikin pul muomaladan pul tepish degan vaqtda ma'lum bir moliya sohasiga mablag' solib andikin pul tepish degandakchi. Shunashqa hamda bu biz hamda masalanga masalan bu dunyoda har xil moliyaniki turlari bor. Masalanga paychak, zayom ya bo'lmasa endi Uyg'urlar hammaga tanishib bo'lgan dollarchilik masalanga endi buni shu privat mablag' solish deb qaraymiz. Undan keyin uy mulk amoniy mablag' solish ma ikkisini ham ozroq bor. Masalan uy mulkga yoki bo'lmasa ma dollarga ya bu dollar mablag' solib ham mulla qatqanlarmi jiqamdi-ku degandek. Demak endi xalqimiz qisqacha qilib aytgan vaqtda tarixdan buyon mushu tijorat orqali pul topdi desak bo'ldi. Lekin pul muomala sistemasiga Uyg'urlar asosiyatdan kirib bo'lolmadi. Ya'ni dunyo pul muomalasining ichiga Uyg'urlar kirolmadi desak to'g'ri bo'lamdi? Pul muomala sistemasiga Uyg'urlar kirolmadi desak bo'ladi. Chunki mundaqlar misol qilaylik, biz o'zimizni 20 million, 25 million nüfusga ega bir millat deb qaraymiz. Bir masalanga Xitoyda bo'lsin yoki boshqa yerda bo'lsin, paychak satgan yoki bo'lmasa Xitoycha Shanguda qo'ydi buni. Ya bo'lmasa paychak bozoriga kirgan deymiz hamda bir shirkat yo'q hamda hisoblayotgan vaqtda. Sharq Turkistonda ham shunday bo'lganmi sizningcha? Albatta. Shu vatanning gibini qilyapman hozir. Shu vatandimi birmi Uyg'ur korxonasi masalanga mushu paychak bozoriga kirib boqmagan. Demak, paychak setib boqmagan demakchi. Shunashqa hamda paychak elib azroq qilib pul topganlar bor, lekin hamda uni yo'q deyarlikchi. Yo'q deyarlik. Shunashqa Uyg'urlar pul muomala sistemasiga kirmidi yoki bo'lmasa bu sohaning menini texa yapaqmidi desak bo'ladi. Am xalqimiz qanday pul topdi degan vaqtda endi bu Xitoyniki iqtisodiniki bularning taraqqiy tepishga erishib Uyg'urlarimiz ham shulardan eqib qolgan tomchilarni masalanga ish kirsidan chiqilib vatanga setib vatan orqali Rossiyaga chiqib degandek ma yo'sanda ma tijorat yo'li orqali pul topdi yo bo'lmasa tashchilik qilib tashdan pul topdi degandek. Undan keyin masalan pul topgan Uyg'urlar bor. Uyg'urlar bo'lsa masalanga Xitoyning ishki o'lkalardagi ba'zi shirkatlarning mollarini vatanimizda vakolatdan setish masalanga. Ya'ni jiq pul kim ketadi degan vaqtda yana Xitoyga ketadi. Bizga faqat vakolatchilik puli beradi yoki bo'lmasa azroq bir nima olib beradi degandakchi hamda. Demak, lekin o'zimiz qo'l silib o'zimiz ishlab chiqargan mahsulotlar bormi degan vaqtda nayt as. Masalan, ichimlik, pechin pranik degandek ba'zi milliy korxonalarda qo'yamiz. Nayt az bo'ldi. Lekin o'zimizniki masalan to'qimachilik deymiz yoki bo'lmasa yenik sanoat deymiz yoki boshqa narsa deymiz, asos jihatda bizda yo'q banda. Shuning uchun shuningga deyman, biz Uyg'ur xalqi mushu dunyo pul muomala sohasi yo'q tursin, hatto shu vatandimi bir pul muomala sohasining ichiga kirib bo'lamiz desak bo'ladi. Hamda buni bilamiz hamda sabablarning tashqi sabablarning nima ekanligini o'zimiz obdan bilamiz. Demak, xalqimiz tijorat yo'li orqali pul tepib hamda o'zi masalan bugungi kunga qadar o'zimizning saqlab turgan bir omilmi shu tijorat edi. Agar masalanga deylik biz nimqisa Xitoyda xizmat berilmaydi masalanga bizga berilsa yaxshi o'rinlar sevilmaydi, xizmat berilmaydi, davlat hech qanday bir ega chiqmaydi degandek biz Uyg'urlarni tashvat hisobda men bugungi kunga qadar o'ylayman nima uchun fikrab turdik degan vaqtda biz bir savdogar millat, ya'ni tijoratchi millat bo'lganligimiz uchun hozir qadar fikrab turdik deb qarayman. Masalan, biz asos jihatdan dehqonchilik deymiz.
chorvachilik deymiz, mushuk tijorat deymiz. Ondan keyin masalan vatanning mahsulotlarini ishkillarga olib kirib Xitoyning o'lkalariga olib kirib setish deymiz degandekchi. Mushu bir qancha soha bo'yicha Uyg'urlar pul topdi desak bo'ldi. Undan boshqa texi biz bir rasmiy holda bir pul muomala bozoriga kirib bo'lamadik. Yana qisqa bir javob istayman. Uyg'urlar, Sharq Turkistonliklar nima uchun bu pul muomalaga kirmadi, ta'sim etdi? Bu yani şu birinchi savolim shu. Yani pul muomala va tijorat degan nima degan savolni masalan Uyg'urlar ta'sis ko'rib kirmadimi yo bu ish qanday bir ishdi bu pul muomala tijorat? Ilqi nima deymiz? Biz masalan ma'rifdan mahrum qoldirildik masalanga. Ya bo'lmasa o'zimiz ashada qiladigan bir maydon yo'q masalanga. Shuning uchun endi biz qilamidik degandan ko'ra mahrum qoldirildik desak to'g'ri bo'lgan bo'ldi endi. To'g'ri biz mahrum qoldirildik. Xalqimiz masalanga bor, uni o'ylab masalan ko'p o'ylaganlarmi bor, lekin armon darmon yo'q deganda biz ham bu sohadan mahrum qoldirildik yoki yetim qoldirildik. Demak, bu pul muomala sohasiga kiramadik endi. Vatandoshlik bo'ldi. Chet eldagi Uyg'urlar pul muomalaga nima uchun kirolmadi? Men baytin deb aytdim, kirganlar bor dedim. Masalanga mushu men kelgili bir yildan oshdi. Bir yildan oshdi. Uning oldida men kelishdan oldida nurg'un Uyg'ur boylarning mushu dollarchilikka kirib, nurg'unlagan pullarni yo'qotayotganini anglab, men hayron qoldim endi. Hatto nayt xatarlik bir sohaga kirgan vaqtim uchun. Demak, endi qadamni qanday qilishni bilamay qoldi desam bo'ldi endi. Lekin bu Turkiya bir qiziqarli bir yeri. Bu hech qanday bir davlatga o'xshamaydigan bir davlat. Demakchi uni masalan boshqa davlatlarda pulning kuchi turaqli. Masalan Saudiya deymiz 375, Qatarda deymiz 375. Başka devletlerde Uygurlar her gün dolarga meblağlı pul tapammaydı. Türkiye endi mav devlette dolar turaksız boğanlığı için andikin nemege meblağ salip dolar meblağ salip manudun pul tapmak oldu. Yani birisi altın hem de. Altın o başka devletlerde mesela gideyle altın asas cetten dünya nemesi vakti 40 bin dolar etrafında mukum turdu. Mukum turgan başka devletlerde pulun küçük mukum turgan devletlerde yeni altından pul tapılı olmaydı. Hem de bu altından pul taptığı diyenlik Türkiye'de bu mu doların sebebidir. Dolar düştü, ne buldu, onun ayışı altını düştü diyenlik hem de. Şunun için de iki sahaden Uygurlarning endi kelganligini rost aytsam ba'zi bilan ko'rishdim. Hozir butunlay to'xtaganlar unidan qo'l uzganlar borchi. Bundan uzib bo'lmaydi ekan. Bu boshqa sohaga kirsak bo'ldi ekan deb hozir o'sha tijorat yo'lini yoki bo'lmasa boshqa bir ish qilishni qilib o'ylab ko'rgan Uyg'urlar bor. Demak, biz qadamni xato oldik demakchi. U bo'lmaydi ekan degan gap to'g'rimi? Bence hata bo'ldi deymiz. Hata bo'ldi degan vaqtda, qanday hata bo'ldi degan vaqtda oz pulga jim oltin olib bo'lgan yoki bo'lmasa oz pulga nima jiq dollar olib bo'lgan bir yo'l kirib qoldichi Uyg'urlar. Maqsad shu o'ziki eng axir qolgan qonni. Endi demisim Uyg'urlar qani uchun eng axir tomchi qon. Tamç kanı yoktu koyması için bula tirkişip baktı. Az bularlık köp pul tepiş mesela. Bu alıqı bir maliye sistemindeki bir aldamcılık var. Bunu hem de Uygurca'da nem deftercim kılarken hatta Türkçe'de mi tüzük tercih kımaptı bu gapni. Derivatif deydiğen bir maliyenin bir türü var. Bu en zehirlik bir türü. Bunun kirgenliğin keyin mesela 100 bin pulunuz olsa 500 binlik altın alalaysiz yoki bo'lmasa 500 binlik dolar alalaysiz deganga. Bu deganlik pishonli urlar qilib buning xatarmi cho'ng bo'ldi, foydasi cho'ng bo'ldi hamda. Lekin hamda asos jihatdan xatar ko'proq bo'ladi. Chunki agar
20% ziyan tasdaqlam, bütün məbləğini ayılıp qalımız. Bundaq yeri var. Şunaşqa Yani bu yerde ulanın qıyğa işi asli toğru idi ama işini xata koydu desek. Xata qoydu. Misalenge ameliyatda andikin yen bir kızık iş var. Ama Türkiye'de Uygurlarla emas. Hatta Türklerinin uyuduğumu, muşu tap Türklerde mi anca körük etmedim. Mesela meneki hizmetdaşlarım bağ bu diyen bulup mu Uygurlarda özünün pulunun az köplikini dolar arkalık ölçeydiğen bir iş bağmaydı. Ben hayran kaldım ben Türkiye'ye geldikken. Ben Malaysia'da 13 yıl yaşadım. 13 yıl yaşaş jarayonida biz hem de bütün halk ayada ringgitni, Malaysia ringgitni pulum bu deb aşının küçüğü boyunca açtı deb qaraydı. Lekin ma Türkiye'ye gelgandan keyin nurg'un kishilar pulini, boyligini dollar orqali o'lchaydi ekan. Dollar agar pulining soni dollar jihatdan oshdi deb qaraydi ekan, agar u oshmasa oshmas deb qaraydi ekan. Lira oshgan taqdirdami dollar oshmasa, "Voy men ziyon tortibman" deb munda qilib bir xil Bu nait kengir tarqalgan bir söz, hatta ben şunda oylap kelyaptım. Bu hata mı? Yani pulunu dolar arkalık köreş. Yani mesela lira çıkıp ketken vaqtida biz ziyan tortdik deydigan bu köreş hata köreş munda bo'lganda. Nurg'un Uyg'urlar da o'ylaydi az siz degandek. Endi buni qanaqdaymiz? Buni ham butunlay xato deb kelin bo'lmaydi. Lekin endi boylikni dollar orqali o'lchash xato deb qarayman. Endi buni masalanga ba'zi qarindoshimiz dedi TL nimasida foydalapmiz, lekin dollar hisobida foydalanmabmiz deb munda davatgan qarindoshlar bor hamda-ku. Endi hozir amush Turkiyada davatgan ekanmiz, cho'qim hamda masalan munda qilam deylik. İkisini tamponlashtirish kerak hamda-ku. Ya biz dollarim bo'lish kerak, TL'm bo'lish kerak degan vaqtda. Hamda hozirgi biz pul valani gapini qilyapmiz. Pul yo'qlar qanday qilsin masalan-ku. Şunlaşqa bu sebepten hem de birazdan keyin ben bununla qaytib keray bu savolga, çünkü biraz Türkiye'ye merkezli şeyli o vaqtida, çünkü hozir gapimiz Türkiye'ye merkezleşip qoldi. Türkiye'ye birazdan keyin kirsak bo'lamdi doktor? Buldu. Yani dünya miqyosidagi pul muomalatni qisqachalam. Yani bu dollarchilik, yevro, uningdan keyin oltinchilik, yani dünya miqyosida biz bilan qanday bog'landi? Masalan, Amerikada oltin o'sib ketsa, dollar egizpas bo'lsa, Turkiyada mi ta'sir ko'rsatamdi, boshqa davlatlarda mi ta'sir ko'rsatamdi? Buning markaziy nuqtasi bilan boshqa davlatlar o'rtasidagi munosabatini qisqacharoq bilib beramsiz? Bu bek muhim emas biz uchun, ammo bilib olsak bek yaxshi. Asas jihatdan bunda oltin ne? Altın orqali pul topqili bo'lamdi degan vaqtda oltin bilan dollar ta'tir tanasib hamda. Oltin o'ssa dollar tushadi. Dollar o'ssa oltin tushadi hamda-ku. Bu ta'tir tanasib hisobda. Turkiyada mi shundaymi? Turkiyada bu qanday bo'ldi degan vaqtda pul liraning tushdi 5 cho'ng bo'lgan ekan. Hatta bu 10 tanasi bo'lib qoldi ma Turkiyada. Lira tushsa oltinning bahasi o'rlab degandek-ku. Mayatga para mundaqlam deyli masalanga. Masalan Malayziya muqim bir pul sistemasi var yani nim qilayli masalanga. Muqim masalan Malayziyaning muqim ya bu Saudiyaning muqim degandek-ku. Bu bir muqim holatda. Ayada dollar chiqsa oltin tushdi. Oltin tushsa dollar chiqadi degandek-ku. Lekin o'xshamaydi yani. Davlatlar o'xshamaydi. Shunashqa endi bu oltinniki bashchiq foyda ketishi yoki bo'lmasa nima qilib ketishi yana shu pulni almashtirish qiymatiga bog'liq masalanga-ku. Masalanga agar Saudiyaning puliga oltin olgan bo'lsak, o shu bitib turadi masalanga-ku. Ya tushmaydi, yani masalan oltinning bahasi chiqsalam o'laydi, bo'lmasa pulning kuchi orqali chiqmaydi degan gap hamda-ku. Yani Saudiya Arabistan'da altınçılık yoki
dollarchilik degandek tijorat asosan yaxshi bo'lmaydi desak to'g'ri bo'lamdi, xato bo'lamdi? Turkiyadan boshqa yerda asosiyatdan shundoq bo'ladi. Malayziya ham shundaqmi? Malayziya ham shundoq. Nurg'un davlatlar shundoq. Odatda nima deymiz? Bu oltin bilan dollardan qanday qisqa vaqtda foydalanmak nihoyat tez. Endi Turkiya endi qanday deymiz? Men endi nima deymiz? Turkiyaniki mushundoq bo'lishiniki tashqi kuchlar sababidan ekanligiga men ishonmayman unga. Chunki men bir yil kelgandan keyin shu Turkiyaning bank sistemasini deymiz yoki bo'lmasa paycheck sistemasini deymiz bir qarab chiqdim mencha. Turkiyaniki asosi bek yaxshi. Masalan, bank sistemasining qurilmasi yaxshi, paycheckning qurilmasi yaxshi degandek. Lekin pul nima uchun egizpas o'qitdi degan vaqtda men tashqi kuch deganga men ishonmayman. Shunashqa endi ma davlatlarimiz o'zingiz bilasiz, bir o'tki bir davlat hamdichi. Unda qilgandan yani tashqi kuchlar Turkiyaning iqtisodini egizpas qilib o'talaydi desak bo'lamdi. Shunda. Chunki nima uchun degan vaqtda Turkiyada masalan banklarni desak 60-70% banka ya'ni sirtniki mablag' bilan qurilgan banklar pek ko'pkan Turkiyada. Turkiyada faqat 3 banka davlatning bankasi ekan, qolgan butun banka chetning mablag' bilan sanalgan bankalar ekan misolanga. Ya'ni unda bo'lganda Turkiyaning nimasida vaziyatida o'zgarish yuz bergan vaqtida Turkiya pul muomalachiligida bir pul tepish fursati, ya'ni ta'tu gap qilsak bu yerda, aslida bu to'g'ri bir gap emas. Pul tepish fursati bor degan gap. Shundoq. Masalan, hozir S400 olamiz deyotdi. Ba'zan masalalarda kelishayotgan, kelishamayotgan Amerika bilan masalalar bor. Xitoy bilan ancha-muncha egizpas bo'lib qoladi. Mushu vaqtlarda Uyg'urlar, Turkiyadagi Uyg'urlar biroz jiddiy, aqlli turib bersa, pul muomalatda biroz foyda olish mumkinchiligi bo'lamdi sizningcha? Men degandek endi buni to'planib to'g'ash o'g'irladi desak bu qoladi. To'g'ri bo'lamdi. Bu to'planib sizningcha bu mush to'g'ri, mush o'tgan qaytimni dollarga almashtirish masalasi chiqdi. Pullarni bizmi tashviq qildik mishada. Pullar TL'ga dollarni setinglar, TL'ga almashtiringlar dedik. Masalan, nimadanmi ma'rif jamiyatidan ulamolar birligidanmi yoki ma'rif jamiyatidan bir bayonot e'lon qildi. Bizim qarindoshlarni desteklab dollarga almashtirish dollar o'sib ketganda. Xo'sh, bir inson yoki biz Uyg'urlar, bizga o'xshagandek bir mazlum Uyg'urlar ozroq iqtisodni o'ngshaylish uchun ashada shuningdan foydalanib pul topsa, bu sizningcha to'polondan to'g'ach o'g'illar bo'lamdi yoki bir unchilar bo'lib ketmamdi? Ya'ni buni bilib olsak yaxshi vijdonan. Mundaqcha qarindishim. Buni dollar mablag' savatqanlar bilyapti. Hatto aqlli kishilar o'zining xato qilganligini bilyapti. Bundaq deylik qarindishim. Dollar mablag' soldingiz, nimaga mablag' soldingiz? Demak, sog'in bo'ldingiz mablag'ni. Iqtisodiy foydasi bormi? Bir manfaati bormi misolingizcha? Masalan, davlatga deyli yoki bo'lmasa jamiyatga deyli bir manfaati bormi degandekchi. Faqat osh kishining o'ziga manfaat qilishi mumkin. Dollar mablag' sog'anligi uchun degandekchi. Demak, masalanga bundaqlam deyli. Men sizning ishingizga mablag' soldim misolanga, bir ish qildingiz. Ma'lum bir iqtisod qimmat yaratdingiz. Men sizga mablag' soldim misolanga, sizniki biz ham iqtisod qimmat yaratdik, ham foyda oldik. Lekin dollar mablag' solishda iqtisod qimmat yaratmaymiz, faqat foydalan olamiz. Iqtisod endi bu har qanday narsada cho'qim iqtisodiy qimmat yaratish kerak. Unda o'g'an Turkiya davlatiga uning ziyni bo'lamdi shu vaqtda dollarga mablag' solsa? Albatta dollar situatsiyasi albatta ta'sir bo'ldi. Chunki bundaq narsa o'zingiz bilasiz, albatta nimada iqtisodda demand albatta ya'ni bizning ehtiyoj bilan ta'minlash bor. Bu har qanday yerda ehtiyoj bilan ta'minlash bor.
Agar biz alsak bizning ehtiyojimiz tushdi degan gap, ehtiyoj tushdi degan gap, anasning bahasi o'rli degan gap. Agar biz setib olsak, bizning ehtiyojimiz dollar o'sdi, dollarning bahasi o'sdi degan gap. Agar biz uni satsak, biz ta'minlash oshdi degan gap, nimaning bahasi tushdi degan gapchi. Yani Erdoğan nimaning oldida dedi, dollardan setinglar deganning asosi yo'q emas, asosi borchu. Chunki satsa ta'minlash ko'paydi, uning bilan dollarning bahasi tushadi. Boshqa ham bu ta'minlash demand and supply deymiz ingliz tilida. Ehtiyoj bilan ta'minlash nuqtai vaqtda albatta biz uni setib olsak, biz ashtaga tang bahoni dollarning bahasini o'stirib, beraning bahasini tushirishga yordam qilgandek bir narsa bu qoladi. Amerikada ve Amerikadagi Uyg'urlar ve Yevropadagi Uyg'urlarning dollar ve yevro ticareti qilish imkoniyatimiz, yani bu sohaga kirish imkoniyatimiz bormi? Mundaqchi, siz mayadiga faqat oltin bilan dollar bilan markazlashib, dollar bilan oltin bilan markazlashib. Mening qisqa savolim yani. Ya, yo'q, men hozir mundaqlamday. Masalan, bu moliya sistemasida birinchisi davlat tarqatgan zoyim bo'ldi. Shirkat tarqatgan zoyimlar bo'ldi. Shirkatlar tarqatgan paychaklar bo'ldi masalan. Bu hamda zoyim hamda paychak deymiz. Undan keyin privat mablag' solishtirdik, oltin mablag' solishtirdik. Undan keyin ba'zidan o'yinlik mablag' solishtirdik. Undan keyin yana biri men ba'zidan aytgan mushu moliyaning nimaları deb ataymiz, uni qanodaymiz. Uni shu ingliz tilida derivativ deydi hamda bu bir moliyaning turi bor hamda. Demak, bu 6 da moliyaning turi bor. Hamda hozir bunga chiqib, masalan hozir davatxona mavhum pullar, masalan bitcoin deymiz yoki bo'lmasa hamber deymiz, mala qo'shildi. Demak, hamda dunyoda iqtisodda mushu pul muomala sistemasida mushu 6-7 degan tur bor hamda. Mushlarni qayta bir mushni boshliq savol mush edi zodi, hamda gap qoldik bu javobga. Mushni yana bir sanab deyli. Oltin, dollar, bundaqlam deyli. Zoyum, paychak, undan keyin oltin, privat, undan keyin o'yinlik deyli. O'yinlik, undan keyin 5 bo'ldimi? 6-si derivativ deydigan, o moliyaning yakun turlari deymiz yoki bo'lmasa derivativ deb moliyadan keltirib chiqargan bir xil qimor shaklidagi bir shakli bor. Bu 6 bo'ldi. Undan keyin mavhum pullar. Mushuna qilib hozir asl jihatdan mushlar bor. Yana birisi bankchilik hamda. Bankchilik bu muhim o'rinda turadi. Men uni 5 yil sanash kerakdi. Demak, hamda shu 7-8 turdagi moliya turlari bor. Umum jihatdan shuna deb qarsak bo'ladi. Mushni kichik ochqili bo'lamdi. Masalan, zoyim degan nima? Kichik qisqa. Bo'ladi. Hamda zoyim degan bunda davlat faqat va faqat zoyim taqdilaydi, paychak taqdolmaydi davlat. Davlat o'tayotgan vaqtda shunashqa davlat zoyim taqdilaydi. Zoyim taqdilaydi degan nima degan gap degan vaqtda davlat pul ehtiyojli bo'ldi degan gap. Ehtiyojli bo'lgan vaqtda bular zoyimni sotadi. Zoyimni sotib xalqqa, undan keyin bunda yilda foyda olib berdi. Masalan, yilda emas, balkim ba'zi vaqtda 6 oyda bir olib beradigan ishlar bor. Faqat foydasidan beramdi. Foydasidan berdi, bunda buni 5 yillik deb taqtidi, 10 yillik taqtidi yoki 20 yillik deb taqtidi. Taqatgan vaqtda eng aniq pulni shu qancha yil degan bo'lsa, shuncha yildan keyin ham qaytarib beradi. Mundaq narsa bor. Lekin har yilda foyda berib turadi, lekin aniq pulni shu vaqt to'shqa vaqtda 5 yillik zoyon bo'lsa, 5 yildan keyin, 10 yillik zoyon bo'lsa, 10 yildan keyin aniq pulni o vaqt qaytarib beradi. Davlat iqtisod cho'kib ketsa-chi? Bunda buni biz nima deymiz? Ziyni yo'q, butun dunyoda buni ziyni yo'q bir moliyaning turi deb qaraymiz. Ziyni yo'q mablag'. Yo'q, shu moliyaning bir turi deb qaraymiz.
Tamam. Çünkü nima uchun degan vaqtda endi tarixdan buyon mushu davlat tarqatgan zoyim azaldan vayron bo'lib ketgan emas hamdichu. Shunashqa asos jatdan davlatning zoyimini bexatar moliyaning turi deb qarasak bo'ldi. Turkiyadagi atilishi nima zoyimning? Turkchimi? Türkçe. Ya Türkiye'de İngilizce bond deydi hamdichu buni. Tamam. Bond deb qaraymiz. Her qanday davlatda bormi bu? Har qanday davlatda bor. Yani her qanday Uyg'ur her qanday davlatdan setib ola oladi degan gapmi? Endi alqi mundaqchu, bu alqi setilish uchun cho'qim endi ash davlatning alqi buni bevos setiladigan ish yo'q. Cho'qim alqi broker yani o'ttirga bir nima bor, vositachi bor. Endi uni vositachi orqali setib olamiz. O vositachi setilish uchun cho'qim o'zimiz nerede yashayotgan bo'lsak, ash davlat tizimimiz buning. Zoyim şirketleri deb atsak bo'ladimi bo'lmamdi? Nima deysiz? Ash vositachining ismini zoyim şirketleri desek bo'ladimi bo'lmamdi? Bular faqat zoyimlar emas, hatto paychak hamma nimada o'tirdi vositachilik rolini o'ynaydi hisobda. Şirket Chunki bir mundaqlan deydi, bir tordagi do'konda ichib ko'rdi degan gap. Tordagi do'konga a'zo bo'lish uchun cho'qim biz o nimaga a'zo bo'lishimiz kerak. A'zo bo'lgandan keyin ondan keyin o'zimiz elib sota olamiz masalanga. Ashundaq hamda. Tushundim. Yani zoyimni elib setib qiyg'ili bo'ladi yani. Shundaqa, zoyimni elib setib qiyg'ili bo'ldi. Siz masalan bu yerda nihoyat muhim gapkan bu. Chunki bizning bugungi nimamizning maqsadi Uyg'urlarga bir pul tepish yo'lini ko'rsatish. Endi asosiy maqsad bu. Pul tepish yo'lini ko'rsatish. Uning uchun siz bo'libmi islom pul muomalasi to'g'risida jiq izlandingiz, bu jihatda tadqiqotingiz bor o'zingizniki. Zoyim endi masalan men Gollandiyada zoyim setib olay deb bir shirkat, bir vositachini izlasam, shaxsan men yana bir qarindoshimiz Shvetsiyada, yana bir qarindoshimiz Amerika, Yaponiya, Turkiyada izlasa, sizningcha siz bir diniy olim bo'lmasangizmi, ammo buningki dindagi islom dinidagi ma'lum fiqhiy masalalarni biladi deb qarayman. Chunki bu jihat izlangan. Setib olsam bo'lamdi, buni boshqa musulmonlar setib ola olamdi, bu to'g'ri bir ishmi? Bu shundan keyin boshqa masalaga o'tib ketdim. Ben aşağısını hazır bey deb turib ben gap tortib oldingiz, yomon yerdan keldingiz. To'g'ri. Buni harom deb qaraymiz zoyimni. Harom. Chunki nima uchun degan vaqtda men shaxsiy kamachtirjam, beshida biz zoyimning nima ekanligini bilganimiz yaxshi nimaligini. Shundaqa. Alqi yilda olib beradigan foyda dedik-ku. Bu yilda olib beradigan foydani asos jihatdan nima bilan o'simniki o'sim prosenti bilan beradi. Masalan, o'sim 10% bo'lsa 10% beradi, o'sim 8% 8% beradi deganda, endi mayada bergan foydasi o'simdan kelgan bo'ldi. Shunashqa zoyimni harom deb qaraymiz. Endi xo'sh, buniki halol zoyim bormi degan vaqtda endi Malayziyada buni shu 1998-yildagi shu Sharqiy Janub Osiyo kirishdan keyin Malayziya hukumati tunji qatimliq islomiy zoyimni yo'l qo'ydi hamdichu. Nima uchun degan vaqtda bular o'sim orqali emas, xalqqa o'zining zaminini sotdi. Zaminni setib, ondan keyin ana orqali ondan keyin masalan mundaqlan deydi, Malayziya birdan bir ayni vaqtda shu xalqaro pul muomala tashkilotidan birdan bir qazanmagan davlat Malayziya. Malayziya islom zoyimini taqib, tashqi kuchdan emas, xalqidan elib qarzda ondan keyin nimada qutlub chiqdi hamdichu. O'sha vaqtda mundaq bu zoyimni masalan biz bu Malayziyada musulmonlardagi deyli eng yomon kelgan davlat buchu. Chunki shu zoyimni hatto ijara shaklidagi zoyim, hamkorlik shaklidagi zoyim, hatto vakolat shaklidagi zoyim. Masalan, vakolat hukuk deymiz, ijara hukuk deymiz, yoki bo'lmasa sotsial nimasiga zoyimda bu 7-8 xil islomiy shakldagi zoyimlarni Malayziya ro'yobga chiqadi hamda.
Yani bunda olganda bu zayım degan asli bir umumiy atalıq olab, bunun bu şu televizor, kompüterga o'xshagan bir narsa olab, buni to'g'ri ishlasa bo'ldi, xatoga ishlasa bo'ladi desak to'g'ri bo'ladimi bu munda? Naq to'g'ri. Men deyman, iqtisod shu bir pichoqqa o'xshaydi-ku, ikki bizlik pichoqqa o'xshaydi. Agar uni to'g'riga ishlatsak, to'g'ri bo'lgan bo'ldi. Agar nacharga ishlatsak, nachar bo'lgan bo'ladi-ku. Masalan, men keyin kelayotgan bu nuqtaga bank sistemasi ochdan o'xshash. Bank sistemasi o'xshash, paychak o'xshash, hammasi o'xshash. Ikki bizlik pichoq. Agar yaxshi ishlatimizsak, yaxshisi bor, nachar ishlatimizsak, nachari bor deganda. Malayziyadan boshqa davlatlardami sizningcha shundaq zayum masalasida ashtaq Malayziyadek izlanib ashundaq halol zayumlarni chiqargan davlatlar bormi sizningcha? Türkiye 3'ün taqatda. Türkiye'de 3 zayum bor deb qaraymiz. Shu sukuk deydi uni yoki bo'lmasa islomiy zayum deb qaraydi. Türkiye taqatda. Lekin o'tir sharaf davlatlari bor. Hatta Shangang 2 taqatda misolanga, 2 3 taqatda. Hatta nimada? Ya Angliyada taqtildi deganda, lekin asos jihatdan hamda buning bazasi Malayziya, undan qarshi o'tir sharaf davlatlari bor. Lekin Türkiye mi bunun da yeni tehzayumda. Şunlaşka ilki garbi yani garip şekildeki değil. Garip şekildeki zayumlar her kandak devlette var. Lekin İslam şekildeki zayumlar şu asas cihetten bazı Malaysia men degandek. Onun da ikin otur şeref bazı devletler Türkiye mi yan kırvatıdı bunun garında. Yani siz dediniz bu zayum fakat ziyan tatmaydigan bir pul tepish yo'li deb abay. Shunda bo'lgandan keyin agar Uyg'urlar kelgusida endi Yevropada, Amerikada, boshqa davlatlarda, hatto Turkiyada bir ancha-muncha yostiqdagi puli bor, 5-10 ming dollar, 5-10 ming yevro puli bor Uyg'urlar bo'lishi mumkin. Bular shu pul bekatdan-bekat turmasin deb, yani uni o'g'irga bergandan shundaq islomiy zoyimlarni setib olib 1-2 yil, 2-3 yil ishlatsa, albatta bunun foyda keladi ekan. Uning uchun bunu so'radim. Amerikadan bormi islomiy zoyim sizningcha? Men anglab baxmadim taxir Amerikada bor yo'qligini. Bunda oxirgi savolim bo'lsin zoyim to'g'risida. Islomiy zoyim bor davlatlardan izlanib Uyg'urlar shu zoyimlarni tepib, shunaqa mablag' sarf bo'ladimi? Bo'ladi. Masalanga Angliyada bir akiz bilan tanishman. Ashakimizmi shu Dubaydagi mushtaqatqan islomiy zoyimlarni setib olganligini dedi. Demak, izlanib qilsa bu zoyimni setib olib bo'ldi degan gap hamda. Zoyimni 1 yil, 2 yil, 3 yil, 5 yil buni kichikkina ish birin. Yani aşındaqmı bu setilish, davlat setishda aşındaq, yani vositachilar ash shaklda sotadi. Vaqti qandaq? Munda alqi misalan deyli, ma Türkiye hükümeti deyli, ma Marmara qonunni hozir etish qo'yilmayapti. Buning mablag' ehtiyojda. Buning mablag'ini qanday qilish kerak? Mundaqlama o'ylaylik qarindishim. Agar Xitoydan nim qildi deyli, Xitoydan mablag' oldi deyli. Xo'sh. Agar u qanday qaytaramizda Marmarani mag'aba deydigan ish chiqdi. Masalan, xuddi Sri Lankada, xuddi Zambiyadagi yoki boshqa nimasiga bu tashqariga xatir mayada. Endi buni qanday qilib mushnoq pul to'plash kerak? Masalan, pul basaydi pul pahalılık chiqdi masalangacha. Shunashqa xalqning qo'lida pul bor. Bu xalqning qo'lidagi pulni mushu zoyim taqdib davlatcha bunu Marmara kanal 5 yil tutdi, 10 yil tutdi deb buni davlat qaror qildi. 10 yillik deyli. Ondan keyin 10 yillik desak 10 yillik deb taqdid bu zoyimni. 10 yillik taqdid degan gap degan vaqtda pulni hozir davlat menga bersan deydi. 10 yildan keyin ana pulini qaytarman deydi. Ana uningda har yilda sana foyda beraman deydi davlat bunda. Shunday qilib, endi buni davlat bilan xalq o'rtasidagi bir nima qarz erish va berish shaklida. Yani bir qarinishimiz so'rabdi, zoyim hukumatga berilgan qarzmi deb. Shunday, hukumatga biz bergan qarz hisobda. Yani islomiy zoyim boshqa, yani siz demoqchi bo'ldingiz. Shunday, masalanga mundaqlam deyli, biz endi bir narsani o'qib ketsin, bu
ikki odamning o'rtasidagi moliya munosabati g'arb nimasida faqat va bir. Faqat o'simning vositasi, faqat o'sim orqali bo'ladi. Lekin islom pul muomalasida 3 turlik bo'ldi. Birinchisi hamkorlik shaklidagisi, ikkinchisi sotsial asosidagi, uchinchisi vakolatchilik asosidagisi. Shu masalanga. Ma 3 turlik bo'ldi masalanga. Demak, mayada o'sim asosida emas, ma islomdagisi hamkorlik, sotsial va vakolatchilik. Lekin G'arb bankasida faqat va faqat birdan bir to'xtam u bo'lsa, qaz to'xtamnomasi. Ya bo'lsa, o'sha o'sim asosiga qaz to'xtamnomasi bo'ladi endi. To'g'ri. Ya'ni Yevropada yoki masalan men Gollandiyada 10 yil bo'ldi yashayotgani. O'simsiz bir asosan pul muomalati asosan bo'lmaydi, %99. Siz degandek G'arb ellarda o'sim bilan muomalat qilinadi. Bak qarindoshlar, bu zaymga munosabatlik ba'zan savollarni so'rg'iltdi. Buni ichkirlab kirsak yomon biroz detalga kirib ketib boshqa savollarimiz qoladi. Men abay doktor Burhan qarindoshimiz bilan bir masala ustida deyishib olgandim. Ya'ni sizni konferans shaklida yana bir savolni so'rasam siz javobni berib oxirigacha javob bergich tutib turamdim yoki o'zaro dialog shaklida bo'lamdi, qanday qilamiz deganda Burhan afandim dialog shaklida bo'lsin deganlik uchun savolni qisqa va javoblarga nisbatan men nima qilyapman, ya'ni dialog shaklida qilyapmiz, jiddiy paranglashayapmiz. Buning uchun ba'zi qarindoshlar gapni nima qilmasangiz debdi ekan. Bunday qilmasak tugamaydi, chunki 10 necha savol bor. Qanday mush shaklda davom qilamdik yoki sizning so'zingiz tugichi tutib turaymi Burhan ma'lum? Mana dialog shaklida bo'lsa yaxshi deb qarayman endi. Bo'ladi. Bundaqda zoyim masalasida bu xil qo'l tutadigan masala qiladi. Buni qanday qilamiz? Tugitib o'tamdik yoki buning ichiga kiramdik? Endi bundaqchi xalqimizga ozuq bermasak, amaliyotda bir kuni zoyim, bir kuni paychak, bir kun ham bir nima, bir kun ham bir amada qisaq bo'ladi. Endi bugun maqsadimiz asosan xalqimizga bir ozuq berish, ya'ni moliyaning turlarini tushuntirib bo'lganligi uchun bugun hamda masalan hamda paychak o'timiz masalan uchun. Men buni shu qisqa so'ramoqchi edim. Men zoyim meni sal qiziqtirdi. Shaxsan hammalarni qiziqtirdi. Bo'lib islomiy zoyim yanchiqda azroq pul va odam olib qo'ysa ziyon tortmaydigan. To'g'rimi gapingiz? Zoyim qat'iy ziyon tortmaydigan mablag'mi? Shunda, bunda men deb aytdim, zoyimni ikki organ taqitidi deb. Birisi davlat, yana birisi korxonalar masalan uchun. Korxonalarning xatari bor. Korxonalarning xatari bor. Lekin davlatniki asos jihatdan xatari yo'q deb qaraldi. Chunki agar u pul yo'q bo'lgan ahvolida Markaziy bank pulni besib, pulni masalan pulni pulga degandakchi. Unda olganda agar zoyim, pervod, bitcoin, bankchilik, paychek degan narsada keyingi zamonlarda ayrim kirsak bo'ladimi shu keyingi programmamizda? Shunda qilib o'zingizga bog'lay deyapsizda men. Tijorat qilyapmizda. So'nishda natijada. Bo'ladi inshaalloh, lekin hamda demak hamda mening nurg'un o'ylagan, men shunday o'ylagandim-ku. Birdan tushuntiraylik xalqimizga debchi. Shunashqanda qilsagan xalqmi o'zlari nimaning to'g'ri, nimaning xato ekanligini bilalaydi hamda. Sizni o'zimizga bog'lamoqchi emas, xalqimizga texim bog'lab etmoqchi. Chaqchaqlayapman. Bo'ladi, biz vosita olsak biz uchun baxt shu, chunki inshaalloh xalqimizga bir qurush pul tepilishiga biz sababchi bo'lib qolsak, inshaalloh buningki savobi nihoyat katta bo'ldi. Unda bo'lsa men qisqa ilib mangay. Zoyimning islomiy zoyimni biz izlanaylikki, siz bilan yana bir qatimda islomiy zoyim to'g'riliq to'xtalib, agar xalqimizga shu yiqib qolsa, shuni to'g'ri deb bilsa, buningda diniy olimlar bilan kengashib, buningga biz Uyg'urlarning pul tepishidagi vositalarning birisi qilib, shu programmadan keyin buningga baho beraylik. Ya'ni Uyg'urlar islomiy zoyimga yuzlanmamdi. Shu orqali pul topmamdi masalasi. Ishda qilaylikmi? Shunda qilaylik. Undagi ikkinchisini pervod dedikmi, paychek dedikmi? Paychek. Paychekni qisqacha deb beramsiz.
Hem de devlet, ben bayında ettim. Devlet fakat ve fakat zayım taqtalaydı, payçak taqtamaydı. Hem bu payçaklar kimden buldu diye vakta bulup mu şu pay bazarı çıkan şirketler bu şu payçak taqtalaydı hem de. Ondan keyin bu yaman yere bu karhanla hem zayım taqtalaydı hem payçak taqtalaydı. İkisini taqtalaydı hem de. Hoş. Hem bu karhallanın mı mesela zayıfı bayıklıp ettiği vakitte hem garip mali şekilde yakılımızda İstanbul şekilde yapıldı. Mesela şu Malaysia'da, yeni Malaysia'da ile şu İslam şekilde zayıf takatkan nurgulgan şirketler bakıyor. Bulup mu devletin can tomunu karhanla şu devlet ihtiyacı bulan pul ihtiyacı bulan mesela şu karhalları değil. Muş ihtiyacı bulan ahvalasında mesela elektrik istasyonları deyimiz ya ki bu mesela mesela enerji şirketleri deyimiz muşlarındaki muş İslami zayım takatkan nemeleri bağımda. Bu hem zayım ne asal kettin demekçi hem de şirketler mi zayım takıtalaydı. Hem de bunun faydası devletlikinin cıhrak buludu. Ne için diye vakitte biz şunu bilişimiz gerek ki iktisatta high risk high return deydi. Demek xatar yuqori bo'lsa foydam yuqori bo'ldi degan gapchi. Chunki biz masalan davlatimiz ayam taqasda korxonalarimiz ayam taqasda masalanga nima uchun agar ikki o'xshash nima bersa bizga o'xshash foyda bersa nima uchun biz korxonaga sotib olamiz davlatga sotib olmaymiz. Shuning uchun korxonalar cho'qim davlatnikidan jiqroq foyda bera olish kerak edi. Bu yüzden ondan keyin korxonalarniki xatirmi cho'nroq bo'lganligi uchun bulardan keladigan foydami ham cho'nroq bo'ladi hamda. Bu shaklda tushuntirsak bo'ldi. Hamda paychak degan vaqtda bu nima deymiz? Ham buni inglizcha stop mi deydi yo shares deydi yo bo'lmasa nima equity degandekchi. Hamda bir qancha atilishi bor. Hamda biz Uyg'urlarda asosiyatdan pay ya biz paychak ya biz pay qatdim misalangcha bundaq bo'ladi. Hamda zayom bilan paychakdan eng cho'ng farqi nada degan vaqtda zayomda o aniq foyda beradi. Hatto banka vayron bo'lib ketsa-mu sorry, korxona vayron bo'lib ketsa-mu chuqum pulni qaytaradi misalangcha. Bu ashta va'da bu. Masalan, men sizdan xuddi qarz olgan o'xshaydi. Cho'qim qaytaradi. Men qarz olgan o'xshaydi. Cho'qim sizga qaytarman. Mundaq nimasi bor. Paychak degan vaqtda buningda muqim foyda yo'q. Agar shirkat foydasi siz bilan teng foydashdi, ziyon topsa siz shirkat bilan teng ziyon topsiz. Endi savol sizga qo'yay. Xo'sh, bu yerda xo'sh. Sizga qo'yay savolni. Sizcha qaysi bakrak islomiy deb qildi? Paychakmi yoki zayommi degandek? Bu jihat men paychakdek kelyotdi. Paychak. Paychakni haqiqiy islomiy shaklda deb qarasak bo'ladi. Lekin hamda biz farqlantirib olgan ikki muhim narsa bor. Birinchisi, shirkatning qilayotgan ishiga qaraymiz. Shu shirkat halol ishlarni qilyapti, harom ishlarni qilyapti misalanga. Malayziyada 900 necha pay bazasi sotilgan paychaklar bor. Men Malayziyaniki moliya taraqqiyotga hayron qolaman. Türkiye zemin jihat olsun, odam jihat olsun, hamma jihatdan cho'ng. Türkiye'de faqat ko'ziga yetmaydi paychak bozorga kirgan shirkatlar. Lekin Malayziyada kichik bir davlatning mingga yetib boradi. Nima kirgan davlatlarchi? Shirkatlar, korxonalar deymiz hamda. Demak, paychak biz shu shirkatnikiga pul qatgan bo'lamiz. Agar shirkat foyda olsa bizga foyda beradi, ziyon topsa tam
bizimiz ziyon tortamiz degan gapchi shunda. Bunun unda olgan mesela normal dünyavi payçeklerini asasen adamlı buludu. Ama İslami payçekler meselesinde kandak şekilde bu İslami degen meselemde bu mu bir çoğun bir mesele. Bunun küçükken kirip ötep kelsek, onun aldıda bir kırındışımız soraptı. Aziz kırındaşlar sualınlı bolsun, Ahmeydan telefon kıysanlı buludu. Ekranda bizimki telefon numarımız var. Doktorun özünden bir vasıf soruya alayısılar Ahmeydan'dan. Bir yerde depti bir kırındışımız bu sual menimki biraz dikkatimi çekti. Depti ki bu zayum bu baylar üçün boldığa işken o kembeğaller bulmaydıkken deydi. Bu rast doğru mu ya ki kembeğaller mi zayum setölük kılalamdı? Bu pek mühim bir sual ken herhalde. Bek to'g'ri savolga ham Biden mama shuni o'ylagandim. Biz baylarni aşağı ketdik deb nima qildik. Aqlishimiz degani bek to'g'ri. Shunashqa to'g'ri buni shu baylar uchun, pulvalar uchun masalan paychakmi shu. Zayommi shu masalan uchun, am pulvalar uchun mama sizni Biden deb o'tagan hey ma nimen ziriktirib qo'ymayli debchi. Demak bunun da pulva bu ne işletişini bulamayvatkan karandaşlarımızdaki hem de bu ne hem de o şunda kıymet nesi mi o zayum? Yok kıymet demez. Kıymet bulmuş mu pulva adam alalaydı da onu. Mesela 10.000 TL'si bu adam zayum alalamdı İslami zayumda. 10 tal alalaydı. 10 tal alalaydı. 10 tal alalaydı. 1000 TL'si bu adam 1 tal alalamdı. 1 tal alalaydı. Asasiyetten şu mındakça hem de bunu iki yani nimesi kirkestek bir manda ben pulnomu 5 koyluğu 10 koyluğu 100 koyluğu olgandak bu payçaknamı çoğun oldu küçük oldu hatta İhsan payçaklarındaki 500.000 koyluğu var bir tanesi. İhsan payçak? Alamayınız gençler. Tamam. Yani bunun azını var kımmeti var. Kımmeti var aşında. Demek arkadaşımızdan degan o'ylashini to'g'ri. Umuman qilib aytganda zayum asas kambag'allar yoki siz bizdek pulimiz ozroq kishilar ololmaymiz degan gap chiqamdi. Shunday deb bo'ladi. Shunday deb bo'ladi. Lekin endi buningga shu ishlatmaydigan pulni endi meyadagi maqsad pulni dollarga yo bo'lmasa oltinga urib aytgandan masalan dollar qaz berib tursa biz dollar yordam qilgan bo'lamiz masalan uchun. Ben Biden degan narsa oyna telefon qarabasdan so'zligimiz gelmay qoldi. Tamam. Bak qarindoshlar undaqda mana bu nim qilinglar. Hem bahrilab turinglar. Men uni diqqat qilmay chunki mana bu reytingimiz tushib ketsa yana ham bahrilashga to'g'ri keldi. Xo'sh bo'ladi, men uni qo'l tashladim. Yo'q, demak paychekni davlat zayom taqasda biz yordam qilsak men Biden'da aytgan ikki narsa bo'ldi. Birisi iqtisodiy unum, ikkinchisi o'zimiz yashaydigan foyda. Demak, ham iqtisodiy unum yaratdik, ham o'zimiz foyda oldik degan gapchi hamda. Masalan, paychakmi shu. Paychakni basak, shirkatlarga berdik, shirkatlar undan foydalandi, iqtisodiy unum yaratdik, ham foyda oldikchi men masalanga. Demak, hamda Biden oltin bilan dollarning gapi chiqqandan keyin endi ma'noga men mandaqmi nasr bot dedi endi ma'ni xalqimizga yo'rtib berish maqsadida ma'ni demoqchidim. Masalan, deb aytgan vaqtda dollar mablag' solsak faqat va faqat undan ya foydalimiz ziyon tortamiz, ya davlatga, ya millatga, ya shirkatga hech qanday foydasi bo'lmaydi. Undan hech qanday bir iqtisodiy qimmat yaratilmaydi hamda. Bunda yerine bir to'g'ri tushunish kerak hamda bu qilayotgan halkımızdan. İslami payçekleri köp mü? Köp. İslam payçekleri köp. Hatta her qandaq davlatda şu Dow Jones deymiz yoki bo'lmasa cho'ng shu ko'rsatkich ko'rsatib beradigan yoki bo'lmasa aksiya deymiz. Aksiyalarning ko'rsatib beradigan shirkatlar butun dunyodagi, hatto Amerikadagi, Angliyadagi, Fransiyadagi, butun dunyodagi şirketlerindeki payçaklarını halal haramlarını ayrı etti hazırcı. Şunaşka halal payçaklarını enip, halal haram payçaklarını enip misalen. Undaqda bir adam uydagi oşuq bir qancha ming yevro, dollar, TL'si bo'lib qolsa, darhol islomiy paychak, halol paychaklarni izlab tepib, shuningga mablag' solsa bo'ladi degan so'z chiqdi va buning xatiri qanchalik? Bunda
buna doğru sual hem de ciddi sual. Paycheck'te şunu esimiz gerek ki hem de bunu paycheck'nin mu adette ne midir bu? Ama mesela gideyle ay şirketlerinki bir en mühim nesne tarihi karayımız. Qanchalik tarixi var şirketninki. Qaysi sahada ekanligiga qaraymiz. Andan keyin buning moliya kuchiga qaraymiz. Qanchalik moliya kuchi bor masalan degandekchi. Endi agar vayron bu masalan nurg'un qarindoshlar vatanda mushu paychek bozor kirib baqqanlar bor. Vayron bo'lib ketganlar bor. Nima uchun vayron bo'lib ketgan vaqtda mushu sotqanlar ya Xitoy ishlaydiganlar yoki bo'lmasa Xitoyning qo'l orqali vayron bo'lib ketay deb qolgan shirkatlarning paychaklarni Uyg'urlar sotgan ahvol bor. Uni sotgandan keyin shirkat vayron bo'ldi, paychak butunlay yo'q bo'ldi degan gapchi. Ya'ni shunaqaqa bu paychek masalasi nihoyatda jiddiy aql narsani arashtirib shunda qarab qildigan bir mablag' soldigan nihoyat cho'ng bir tijorat demoqchisiz. Cho'ng bir tijorat. Demak, nima demoqchiga vaqtda biz tanlab ala olsak paychakni mangu ziyon qilmaydi. Mangu ziyon qilmaydi. Ya'ni cho'ng shirkatlar cho'ng shirkatlarniki nimadir? Mangu ziyon. Masalan, o shirkat vayron bo'ldi deyli yoki ziyon tortdi deyli, qanchalik ziyon tortamiz? Agar vayron bo'lib ketsa, hamda vayron bo'lishniki qanchalik nimasiga bog'liq. Masalan, qanchalik ziyon tortishiga yoki bo'lmasa nechalik ziyon tortdi degan gapchi. Ba'zi cho'ng energiya shirkatlar bor, ular masalan taqlid qilgan taqdirdami shu asvaq saymonlarni setib bo'lsa, bizga lekin eng oldinlar kim oladi degan vaqtda eng oldinlar zoyom egillari oladi. Masalan, shirkatga bir narsa bo'lsa, andiki zoyom egillarni ish qilib qolsa, andiki paychak egillari keladigan mundaq yeri bor. Demak, shirkat agar vayron bo'lgan taqdirda eng oldi bilan zoyom egillari chunki ularni qazonliq emasmi? Ya'ni bir shirkat ham zoyom ham paychak sota oladi o'xshash vaqtda. Men dedim-ku boya davlat faqat zoyom taqta oladi, shirkat ham zoyom ham paychak taqta oladi dedim-ku boya. To'g'ri. Shundaqa. Shuning uchun hamda masalan 100 yillik, 100 necha yillik shirkatlar bor masalanga, ashlarning paychaklarini bilib aniq ola olsak, bu paychak ziyon qiladigan, vayron qiladigan narsa emas hamda-chi. Hatto bu Yevropadagi nurg'un davlatlarda bo'libmi qaysi davlatda unutib qoldim, ma'lum davlat topgan pulni ular bankka qo'ymay, o'sha paychak mablag' soladi. Chunki hozir masalan butun dunyo miqyosida bankning Turkiyadan boshqa ketay yana. Turkiya yana alohida ahvol yana. Bunun kelgandan Turkiya alohida ahvol. Masalan Amerika bo'lsin, hatto Yaponiyada nol o'sim nol. Bankka pul qo'ysa hech qanday o'sim kelmaydi masalanga. Ya Xitoyda deyli, Amerikada deyli, yo bo'lmasa Yevropa davlatlarida deyli o'simlar tuvan holatda. Bunda bo'lgandan hech kim pulini bankka qo'yishni xohlamaydi. Nurg'ulg'an mush Yevropadagi taraqqiyot topgan davlatlarda pulini o'zlari bildigan yaxshi shirkatlarga mablag' qilib ketyapti. Ketyapsa nima qildi degan vaqtda bu yaxshi shirkatlar yilda foyda olib berdi. Yilda foyda olib berdi. Masalan, paychakdan keladigan foyda ikki xil bo'ldi. Birisi shirkat foyda olib berdi, ikkinchisi paychakning bahosi o'ssa, undan foyda olgan bo'lamiz masalan. Agar paychakning bahosi o'smay, shu joyda turaversimi, lekin biz shirkatlardan foyda olib bersa, foydasi kelgan bo'ladi. Paychakni ilm birim qila olamdik. Setib ilib qila olamiz. Shunaqmi? Men paychakimni siz hozir 55 ming teka sotsangiz bo'ldi masalan. Tushundim. Shunday nima bor. Masalan, sizga pul lozim bo'lgan vaqtda, hayman pul lozim bo'lib qoldi. Endi bunda yana bir gap, o'zimizga lozim pulni, o'zimizga atogin lozim bo'lgan pulni hargiz pay bozoriga qo'ymaymiz. Biz hatto pay bozor deganda 5 yil, 10 yilni ko'zlab mablag' soladigan gap jo'mda. Masalan, deyli, men shu 12-1 mezgilda ba'zi Uyg'urlar dedim, agar pulinglar bo'lsa, shu ulkanning paychagini qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Hozir 12 lira tushib qoldi. Eng tarixga eng tuvan o'lchamga tushib qoldi.
Qo'ysanglar desam, ba'zi Uyg'urlar ag'an o'xshaydi. Men keyin anladim. Hozir 20 lira chiqdi. Mush 3-4 oydan keyin misolan. Ağalı sizga demepti-da. Demapti shu. Pay- Yaxshi shu demaydi ekan shu. Ziyon tatib qolsa, hammalar kep sizni do'shkalaydigan gap. Ey. Shunda Xo'sh. masalan 6 dollar 6 40 50 chiqib setyaptinglar dollaringlar setyaptinglar dedim. Satqanda endi sotmadi. Keyin yana 5'te 30 40 fiyatlı Allah'ım. Onu anlamaptığımız deydi. Hem de bu aşındak nesken hem de. Shunday. Bu insançılıkta aşındak bu kalırken. Hem de demek yani paycağına gep qaytib kelsak. Mesela biz 2 dollardan aldık deyli mesela bir paycak ne? O 1,5 lira çıkasımı bizge ziyanxan emas o. Bizge haqiqiy ziyan emas. O fakat bir mevhum ziyan. O turi mesela mundaqlan deyler kardeşim. 10.000 payçahını 2 lira veya 2 dolar nasap aşağı 20.000 pet turi yürüdü. Turi yürüdü. Fakat kızılga düşüşü mümkün mesela 15.000 17.000'lar düşüşü mümkün. Lakin o haqiqiy ziyan emas, o bir mevhum ziyan. Payçak nekem ziyan kıldı diye vaqtda onu satmamakta ziyan kıldığan narsa. Onu satmasa mengü ziyan kılmaydigan narsa. Şu mesela. Hem rasetqa vaqtda özümün ama var. Ben payçak meblag sılıqlıq hesapda. Ben bu şu İslam payçaklarını qilib bu endi to'g'ri, endi xatiri yo'q narsa yo'q. Chunki xalqimiz xatiri yo'q narsani aramda qaraydi emasmi? Masalanga banka pullarni qo'yinglar desam, uning ziyni yo'q deb qo'ymaydi masalanga. Shuni hisobda xalqimizga mos keladigan narsa birdan bir narsa. Xatiri bor narsa harom, xatiri yo'q narsa ololma. Shunda odam qaraydi xalqimiz. Chunki uning xatiri bo'lmasa, bu o'sim bo'lib qoladi deb. Masalan, Turkiyadagi İslam bankaları azroq pul qo'yinglar deb vaqtda. Lekin buning foizlanma ziyni yo'q deb buni qilmaydi-chi masalan. Endi buni yana asosda kelamiz. Demak, endi paychak mushundaq narsa endi qaraymiz. Ya'ni oxirgi savolni so'ray. Yevropada, Amerikada, mayli boshqa davlatlar, Turkiya diki Uyg'urlar musulmoncha halol paychak shirkatlarini tepib, o shirkatlarga hozirdan tortib bir mablag' silib, ya'ni o'zi o'ylab, o'z aqlini ishlatib siz degandek shu tadqiq qilib, o shirkatlar foydalanayotgan shirkatmi, tarix qanchalik va hokazo mablag' solsa bo'lamdi. Bo'ladi. Bu en oson yo'lmush shu. Men Uyg'urlarning paychak bozoriga maqsadim so'rab kirish emas. Dollarga, oltinga yayba müdürlük yurgandan xalqimiz shunday yerlarga kirsa, hem mesela şu halal şirketlerga yordam qilgan bo'lamiz. Hem ular foydasi bizga foyda olib beradi masalan uchun. Endi masalan hozir endi qildigan mablag' solgan shirkatlar qanday degan vaqtda yemek içmek şirketlari, mushu sahiya, energiya, mushu uzun muddatlik mandaq yerlarga mablag' solsak yaxshi bo'ladi deb qarayman. Endi bugun mablag' solib ati foydalanaman deb mundaq qilsak yana oldinib ketgan bo'lamiz-ku. Shunashqa masalan mening masalan sog'liqning paychaklari bor masalanga, energiyaning paychaklari bor. Chunki hozir energiyaning paychaklarimi tuvan holatda. Nima uchun degan vaqtda hozir neftning bahosi tuvan holatda emasmi? Shunashqa ham shundaq tepib solalsa bu ajoyib cho'qim, lekin vayron bo'lmaydigan shirkatni tepib chiqib selish kerak hamda. Cho'ng shirkatlar. Shu. Mesela Amerikada, Yevropada shundaq maslahat beradigan mayli tijoriy maslahat aql organlari bor. Siz Uyg'urlar vakolatan ashta bir maslahat shirkati ichishni o'ylashdingizmi, donishmandlik? Bormi yo biz bilmaydigan? O'zingizdan yaqinlarga deb turibmiz. Yo'q, haliqi o'ylashgan, lekin hamda qadam kelaylik. Ham mundaqchi xalq bir kishini oldi berib, voy men siz mundaq qilay deb qolsak, o'zimizga nisbatan yaxshi emas. O'zi izlab kelib, uka mundaq qilaylik. Men ham 1 yil bo'ldi, mundaq bilib aslash o'zini jimmidan bor deganda bilib ham qildi ekan o'sha. Men qilib o'tmayman. Demak, misolanga keyin kelgisi deymiz, o'zimiz bir narsa fondi qurib qoldik yoki bo'lmasa qurib qoldik degan vaqtda shu yo'llar orqali
pulni uchun saqlab qolamiz ham pul yaratalaymiz degandek shunaqa narsalar bo'ladi. Chunki hamda hozir hammamiz bilamiz dunyoni iqtisodiy egiz past daval bo'lib qo'yyapti. Shunday vaqtda hamda shunday sohalardan bizmi astronomni yalisak bizga nisbatan yaxshi bo'ladi deb qaraymiz. Yana birisi anakin bu iqtisodda pul paxalligi deydigan narsa bor. Hatto masalanga shu muzamma misol qilib qarandishim. Malayziyada bir sut ishlab chiqargan nasl deymiz yoki bu Uyg'urlar bakrak bildigan Xitoycha desak cho'choq deymiz hamda. Shuniki paycheklari 10-20 ringgit atrofida. Mana 4-5 yil jarayonida hozir 150 chiqib qarangsiz hayotga. 150 nechiz 1500 foyda oldi degan gap hamda-ku. Bunda paychek bozorda bunda yaxshi ahvollar bor. Lekin ham xalqimizning men bayda aytgan paychekdan qo'rqib ketgan yeri shu vatanda shu satqonlar xalqimizni aldab nachar paycheklar setib qo'ygan misolanga. Bayram bu Xitoy deb qolgan yoki bo'lsa bayram xalqimiz bilmaydi. O shirkat qanday emas voy foydalisan u bu deb qilgandan keyin oladi. Kirgandan keyin shu o'lgan paychakni oladi. O'lgandan keyin ana shunda bayram bo'lgan gap. Shunday ahvollar chiqdi. Lekin agar uni tanlab bilib qila olsak buningdan bu bir non yigil bo'ldi deb qarayman endi. Alloh rozi bo'lsin. Yana bir qarindishimiz masalan qaysi shirkatlarni tavsiya qilasiz debdi paychekka. Buningga kiramdiq, kirmamdiq. Endi bu davlatlarni o'xshamaydi-ku. Masalanga Turkiyada masalan deb aytgan vaqtda 400 shirkat bor dedik, bayda deb aytdim. Buning uchun halol haramlarni ayirib masalanga. Masalan, haraq ishlab chiqaradiganlar bor, tamok ishlab chiqaradiganlar bor, yoki bo'lmasa mehmonxona ochadiganlarim bor. Asosan mehmonxonanikini haram deb qaraymiz. Chunki mehmonxonada har yangi ishlar bo'ldi emasmi? Uni chiqaryapmiz degandek. Lekin masalan, Turkiyada quyosh energiyasidan foydalanib energiya ishlab chiqarayotgan shirkatlar bor, yemak shirkatlari bor, uy mulk shirkatlari bor, masalanga nurg'ulg'an shirkatlar bor hamda-ku. Shuning uchun hamda ularni qaysi shirkat desa uni ma shirkat qilib bo'lmaydi, lekin cho'qim men degandek chunki Turkiya sog'liq sahiya sohasida men noji deb qarayman. Bu sohadagi paychaklarga yemak ichmak sohasi noji, yemak ichmak sohasidagilarga masalanga nima deymiz? Inson bo'ldikan o'lmaydigan kasblarga mablag' solish kerak hamda-ku. Shunday deb qarsak bo'ldi. Endi uniki falon shirkatda hozirgi agar qaysi shirkat ekanligini desa mening maktabim kelsin Turkiyada bo'lsa, agar boshqa yerda bo'lsa yana ayrim gaplashsak bo'ldi to'g'ri. Eng yaxshisi oxirida xalqimizga nisbatan sizdek bir hamda pul muomala doktori bizdan sanoqliq yoki bir yulduzdek biz uchun nihoyat muhim inshaalloh. Islomdagi eng cho'ng ikki manbaninki birisi mal. Bu yani bugun bizga farzi ayin bo'lib ketdi. Bu malni yani bu Xitoy zolimga qarshi mujodalaga bu malni tepish farzi ayin, yani bu yo'q bo'lganlik uchun chiqish qilmayapmiz. Shuning uchun o'zingiz bilasiz, maqosidda shariat deymiz yoki bo'lsa shariatning maqsadlari deymiz. Birinchisi dinni qo'g'dash kelmaydi. Birinchisi o'zini qo'g'dash keladi. Shunaq. Millini qo'g'dash keladi, undan keyin dinni qo'g'dash keladi, avlodlarni qo'g'dash keladi degandek. Demak, payg'ambarimiz bu iqtisodning nihoyat muhim ekanligini bizga ko'rsatib bergan amaliyotchi. Payg'ambarimizning hayotidanmi iqtisodga munosabatlik yoki islom pul muomalasiga munosabatlik nurg'ulg'an go'zal o'rnaklar bor hamda-ku. Endi buni yana kirsak baychiq kirganimiz, hatto shu payg'ambarimiz bilan Xadija onamiz o'ttirsidagi shu to'xtam nomimi misolanga shu islom pul muomalasidagi eng go'zal o'rnak deb qaraymiz hamda-ku. Shundoq. Demak, nima deymiz degan vaqtda biz iqtisodniki muhim ekanligini hammadan to'lib ketdi hamda-ku. Lekin endi ham bir muhim bir masala o'zimizniki bir gavdasi yo'q.
iqtisod gavdasi yo'q. Ham biz masalan burun Xitoyda olsun, Uyg'urning qo'lida pul bor. Shaxsning qo'lida pul bor, lekin millat sifatida yoki bo'lmasa bir gavda sifatida o'zimizning puli yo'q hamdichun. Bundaq bir holatda yashayapmiz. Ham buni desam o'zingiz bilasiz. Degandek. Endi hozir cho'qim biz shunday bir gavdaga, bir iqtisod gavda muhtoj deb qarayman endi. Sizning qildigan ishingiz bek ko'pkan doktor. Sizning xizmatingiz. Siz kunda 4 soat uxlab 20 soatingizni millatga bersangiz bo'lmag'idek. Qiyomat kuni ta'sir o'g'idek sizning ishingiz. Malayziya vaqtimda bolalarni kunda o'ynatdim Malayziya ham yashamiz uchun. Men kelgandan keyin hechdimi vaqt yo'q qarang. Shanba kuni kelsam, shanba kuni degan darsim bor, tushlikka ham bir yerga borman. Yashamga ham bir ish qil degandek. Endi qanaqa deymiz, qanchalik kelsa qo'limizdan qanchalik kelsa xalqimizga qila olsak deb qaraymiz endi. Demak, nima degan vaqtda birdan bir eng muhim narsa millat uchun qilib bergan bir eng muhim narsa o'zimizning gavdasi bo'lishi kerak endi. Uyg'urda pul yo'q emas, bor. Men borlig'ini bilib yetdim, bor. Endi ikki qutblik dunyoning hamma yerida bor. Boylari boy, gaday butun dunyoda. Masalan, dunyoda 80% boylik 20%ning qo'lida, 20% boylik 80%ning qo'lida. Demakchi, boylik bilan nomrodning nimasi bek nima? Shuning uchun hamda biz o'zimizga bir gavda, o'zimiz bir iqtisodiy gavda qilish uchun cho'qim ham tirishishimiz kerak hamda. Cho'qim o'zimiz tayinlagan bir millat sifatida o'tirib chiqishimiz kerak. Men o'ylab ketaman ba'zida bizmi xuddi vatanimizni tatib qo'ydik. Chet eldimi bir vatani bordek bir millatda yashab baqsaq deyman. Chunki nimasi bor, bir prezidenti bor hammamizning qilgan. Bir tashqi ishlar ministr deymiz, ichki ishlar ministri deymiz, masalan, yo bo'lmasa iqtisod ministri deymiz. O'zimizda bordek bir yashab baqsaq, undan keyin hozirgi uni o'zingiz siz eg'zash qilib bo'lmaydi hozirgi sharoitimizda. Lekin shunday bir shaklda yasab baqsaq, shunday ko'zni o't chiqarib baqsaq degandek bir ideyalar kelib ketaman ba'zicha. Lekin endi ba'zi ishlarni o'tirib taqlab chiqiblar, o tartiblardan ba'zi qilib ketgan bo'lmaydi ekanimda. Lekin bizni nima birlashtirdi desangiz, ya'ni bir kuni iqtisod birlashtirdi. Nima deydigan deysiz haqiqatan bizni iqtisod birlashtiruvchi kunlarning bir kunida. Shuning uchun hamda iqtisod chiqishlarning asosi. Shunda endi hozir hammamiz tarqoq holatda chechilib ketdik hisobda. Men o'ylab ketaman, nima uchun bir yaklanmaymiz? Melki shakl demakchi mohiyati bilishimsakmi? Shaklda bilishib bo'lsa-mu, ana shu bir ko'rsatib qo'ysaqmamdo. O'zimizning nimasini deb shunday bir hissiyotlar kelib ketaman endi. Xo'sh, nimaga temaga kelsak, muallim, Alloh rozi bo'lsin, har bir so'zingizdan nihoyatda jiddiy foydalanyapmiz. Ya'ni Xitoy bizni jiqish qilishga yo'l qo'ymadi-da, xulosada. Masalan, har ishning beshi tashviqot bilan boshlanadi emasmi? Alloh shunday boshlagan, da'vat bilan boshlagan. Ya'ni ikranda hech bo'lmagan ikranda bir mahalla paydo qilsak, ikranda bir butun dunyodagi Uyg'urlar ikranda oqshom o'tirib, ikranimizda hamma Uyg'urlar bir ko'znaki qarab, bir mahallamiz bo'lsa deb shunday umid qildik. Butun hujumini Xitoy, ya'ni bizning shu tashviqot ikranlarimiz qartib, Facebook, YouTube'lar qartib hozir yamanchiq vayron qilib o'tib bordi. Shuning uchun shakli jihatimizga yo'l qo'ymayapti Xitoy, ammo inshaalloh siz degandek terissak bo'ladigan masala. Xo'sh, ya'ni mushunga bir qo'shimcha savolni qaytib qo'yapman. Pirovotga o'tib kelsa qanday bo'ladi muallim? Oltin yoki dollar pirovotga 6-7 narsani deb berdingiz abay. Menga banka o'tayli. Banka o'tayli. Chunki pirovot oltinni xalqimiz burnu suv kirib uni xil obdan bilib oldi-ku hamda. Tamam. Hamma bankaga o'tib bo'ladimi? Bo'ladi. Undaqda bu qo'shimcha savol. Men bu Uyg'urlarda, Sharq Turkistonliklarda pul yo'qmi deb o'ylab ekanman. Keyin 2015, 2016da, 2014dan keyin Uyg'urlarningki jiddiy shaklda chet elga chiqib, Turkiyadagi pulpazligi, vatandagi
nəhayət ciddi bir pulpazlik məsələlərini görgəndikən Uyğurlar pul barkən deb şu xiyal 2015-dən keyin Uyğurlar pul barkən degan xiyalga keldim mən. Yani chet eldik Uyg'urlarda mı pul bor deyilsa bir qismlarida sizni izdeganlar yoki buning mablag' ya'ni bu pul muomalat ishlarida fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun biz mush pulni Alloh bizga beribdi. Biz bu pulning tepishning yo'lining sahibini izlayli deb baylardan sizni bir yo'lash, desteklash, izlash masalalari qisqa javob olimi ko'rildimi? Yoki kimsingizmi bulamdi? Asli Çünkü ben baylağı bir bisharat bermekçi bir yerdi. Sual soruşumduk maksat. Yo'q, qanday deymiz? Baylarimiz qimmat desek bo'ldi, lekin endi men masalanga Ko'ngil ayıman ama, ko'ngil ayıman. Aymayman. Masalan, Uyg'ur pul vaqt qurmiz dedik masalanga. Uyg'ur pul vaqt qurmiz degandan keyin masalanga men o'zim Malayziyada nazarat yetgan bo'ptiman, o'zimdagi aşağıdaki nimamdan foydalanib. Lekin xalqimiz az bo'lsa $1000, $2000 bayla emas. Yana odatga fuqaro. Bayla emas. Bayla emas. Aladagi muhabbat, aladagi e'tiqod, aladagi ishonch masalangacha. Hem bunda mening bir xo'sh yo'g'an yerim. Nima degan vaqtda unda bo'lgani bah yaxshi bo'ldi. Nima uchun degan vaqtda kim qurdi desa Uyg'ur xalqi qurgan bo'ldi buni. Falanchi bay yoki falanchi pustanchi bay emas, kim qurdi degan vaqtda Uyg'ur xalqi qurgan bo'ladi, tushundingmi? Ondan keyin bu ro'yab chiqqandan keyin kim qurdi desa ismi yo'q. Kim qurdi? Uyg'ur xalqi qurdi. Nimasi bilan? Qini bilan, jeni bilan masalangacha. Men bunda ro'yab chiqsa yaxshi bo'ldi deb qaradim. Allah razı olsun. Yani mening ishoncim borki agar bu ish cho'qim kichikkin qadam tashildingiz, uningdan keyin buning jarayonini o'zingiz jiddiy hozir buningda xizmat qilyapsiz. Ya'ni ro'yobga kelish uchun kuch chiqaryapsiz. Butun xalqimizning qo'llaydiganlik ishimi? Mom ishimi? Inshaalloh uning ishimi, lekin bundaq bir gap bor. Bundaq bir ish bormi yerda? Qilmayotgan kelsak, baylarimiz qilyapti. Hatta shu Safaköyniki yerimidagidek Uyg'urlarning bu kitayda qoldi hozircha. Demak, zeminni setyapti degan gap. Falanchi zeminni anaga aprep, managa aprep, aqvatli Allah rahmat, Allah razı olsun, Allah rahmat qilsin. Ashqanlarni topgan pullarga Allah razı olsun. Lekin agar ashu üzük nesni tirik nesga aylantirgan bo'lsakmi, biz bütün xalqimizni baqalaydik hozircha. Mushta xalqimiz hech qanday yordam qilmasmi? Masalan, aşağı avatgan o'zimin yoki unandayli ashu tirik holatda bo'lgan bo'lsa, biz o'zimizning kuchiga o'zimiz tayin olaydik. Lekin biz tirik narsani o'tiriblar, o'z bina qo'yib, zemin qo'yib, qo'yib, ana vaqt qilyaptik. Allah razı olsun. Lekin demakchi olan tanqid qilmaymiz yoki qilmaymiz, lekin u tirik holatda bo'lgan bo'lsa, bu yerda bek muhim bir narsa chiqdi. Tayya pulga vaqf qilib, uni muqim mulk qilib etgandan aylanib turadigan bir mablag' aylanadigan bo'lsa, ham yaxshi bo'ladi demoqchimisiz? Men shuni demoqchiman. Anından kirgan pul bilan İstanbul'dagi har qanday qiyinchiligimizni hal qilib ketadi. To'g'ri, sening Yevropadagi, Amerikadagilarniki asos jihatdan bor deganda qiyinchiliklar yo'q dedi. Lekin Turkiyada qiyinchilik anında hal bo'lib ketadi. Mesela endi men misalan qilmaydim qilgan. Hozir yig'ilgan pullar orqali ashundan kirayotgan foyda orqali men az deganda 10-20 oyni baqalayman masalanga. Maşallah, inşallah. Yani hozirgi kichikkin kuchingiz bilan kichikdan kuchimizda 10-20 oyni baqilib bo'ldi. Har oy. Demak, bu ish jonlansa, bu ishni desteklasak, inshaalloh buningda bir istiqbolimiz bor degan gap. Cho'ng ish bo'ladi degan gap. Chunki nima uchun degan vaqtda biz siz qarang. Avatimiz beryapmiz va ne chiqadi dedim bu gapni. Biz bayan to'xtatishimiz kerak, elishni to'xtatishimiz kerak. Cho'qimiz o'zimizning bu vaqtda lekin beralisak xalqcha anında yaxshi bo'lgan bo'ladi. Lekin aldık, nekemgicha olamiz xalqdan. Ne qalandan millat bo'lib yashaymiz. Gapdan startini qilib.
Yani bizim iqtisadi menbayimiz qachongacha qurilmaydi deysiz. Kurulmaydı demekçi. Özümüzün kaçağınız kurulmaydı demek. Eğer bu aldık sonra yenen patronat Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mayadi. En ufak kesin Allah razı olsun. Lakin ne kem geçecek? 5 yıl mı? 10 yıl mı? 20 yıl mı? 30 yıl mı? Ya bir ömür mü? Mesela bu eli alsak bersek özümüzün gövdesi bu musa? Menge bir kalender millet tutup kalınız. Menge kalender besler. Ben yardım kılaydı. Mındaq bu qalmış. Şunun üçün özümüzün gəmisi buluş kerak. Bu işlər əməliyyatda sistemlik buluş kerakçı. İnşallah. Men nimenin ahırda mening muşning sizningki shu pul vaqifiga to'g'risida bir savolim bor. Keyin so'rayman. Undaqda bankchilikqa o'tsak bo'ladimi? Buludu. Bu bek cho'ng ish bo'lib qolsa qisqacha tushuntirib qo'ying. Agar Uyg'urlar qilaligidek shu bo'lib qolib qolsa, biraz ochiqlab bersangiz yaxshi bo'ladi. Ya'ni bizga foydasi bor. Yani real bir amaliy foydasi bor bir ish bo'lsa, bankchilikniki uzunroq, ammo bek hozir qilolmaydigan bir narsa bo'lib qolsa, qisqaroq shaklda ta'riflab bersangiz. Buludu. Endi men G'arb bankasini demasam-mu, hamma inson biladi. G'arb bankasining qandoq men deb aytdim. G'arb bankasi faqat va faqat bir to'xtam, ya'ni qaysi to'xtam namisi, o'sim orqali qaysi to'xtamni qiladi. Endi butun Yevropadagi yoki bo'lmasa butun Amerikadagi bütün banklar bu şekilde elip verildi hamdiçi. Lekin hamda İslam bankçılığı degan vaqtda İslam bankçılığı bir mükemmel sistem mi degan vaqtda bir mükemmel sistem emas. İslam pul muamelesi desaklam biz bu 100% to'g'ri, bu 100% bunda devlet to'g'ri emas. Mükemmellik faqat Allah'a xos, Qur'onga xosdir misolangacha. Bu mesela devlet boshqaruv sistemasi deymiz, siyasi sistemi deymiz, ictimai sisteme deyimiz hemmesi 100% mükemmel emas. Şunun için İstanbul muamele sistemi bulsun ya karkanda maliye sistemi 100% mükemmel bir sistem emas. Lekin baytidin bir gapni pek doğru kıldınız. Pek doğru kıldınız. O iki pislik pichap. İki pislik pichap. Onu yaxshi işletken buldu, yaman işletken buldu mesela. Eğer banka deb aytdik. Agar banka o'zimizning bankasi bo'lsa, masalan, Uyg'ur millatining bankasi bo'lsa, masalan, Uyg'ur millati pulni qo'ysak bankaga, ya'ni u pulni Uyg'ur millatiniki nimasiga ishlatsak, taraqqiyotchini ishlatsak, harom yerga emas, halol yo'llarga ishlatsak, masalan, u banka bulamdi degan vaqtda albatta bo'ldi degan gap. Bankning funksiyasi nima degan vaqtda bankning funksiyasi pulu yo'qlar bilan pulu bağlanıp bir yere ekildi hesapçı. Pulu bağla koydu, pulu yo'qlar foydalandi misalan gap. Şunashqa endi gapni qilib aytsam, islom banklari G'arb banklaridan yaxshimi degan vaqtda albatta yaxshi. Albatta yaxshi, bunda deb qaraymiz. Bunda aytgan vaqtda nisbiylikdan jihatdan yaxshi demakchi. Misalan chet el bankalardan davlat bankalari yaxshi misalan davlat bankalaridan islom banklari yaxshi degandek hammasida nisbiylik keladi. Shuning uchun endi men Turkiyadagi bir davlatda men xalqimizni masalan puli bor tijoratchilarni bunga kiringlar demayman, lekin ojizo'ru yetim ayollar misalan yetim ayollar deymana, tul ayollar, yetim ballar, misalan burun yo'ldoshlar uy yapmagan, anneki mayada qiynalib qolgan, mesela bunda qarindoshlarimiz bor. Ular misalan ayol kishi talar chiqib xizmat topmaydi biyap, o balni qo'yib xizmat qiladi biyap misalan. Lekin uy bor deyli, uy bor ular deyli, misalan yo'ldosh appagan yoki bo'lmasa appagan uy bor deyli. Mesela 300 bin ko'llik uy desak, 300 bin ko'llik uyni setib İslam bankasida qo'ysa, hozirgi sharoitda İslam banklari Turkiyada 300 ming pulga 4,5 mingdan 5 mingcha foyda olib beradi misalan. Ayda. O 4-5 ming ko'p pul guldak o'tdi. Hem ayet 300 ming ko'p pulim bor bo'ldi, hem o'zining turmushini ham deya oladi. O bek moyim gapdim shuni qildingiz hozir bu iniqmi bu? Iniq diye 100% iniq. Hatta 200 ming
öyün 200 mingga sata alsımı 200 mingga sata alsa onun İslam Bankası koysa 3000 lira verdi değil 3000 lira vergen takdirde 3000 lira pul bilen 1,5 ming icra basımı yani 1,5 ming ne turmuşuğa kang taşı işletiladigan mundaq işler bachım. Mundaqlan deyli qarindishim. 100 ming ko'lik 1 millionlik uyni alsaqmı 2 ming ko'ga ijaraga bergan bo'ldi. 500 ming ko'ga alsaqmı aran 2 ming ko'ga 2 ming lira ijara bergan bo'ldi. Berdiler satdı. Unda qilgandan men degandek anın uyni olgandan ani İslam Bankası qo'yib nima uchun? İslam Bankası qo'ysak men degan anasi ro'yobga chiqadi. Birinchisi davlat yordam qilgan bo'lamiz. Ikkinchisi İslam bankalarının taraqqiyot uchun qo'shgan bo'lamiz. Uchinchisi iqtisodiy unum yaratgan bo'lamiz masalan. Anki İslam bankaları bu pullar nega ishlatadi degan vaqtda davlatga ehtiyojli, davlatning taraqqiyotiga nimaning davlatning taraqqiyotiga yaxshi yerlik mablag'ni tepib, yerlik mablag' qatadi uchun. Men desam yani şu bayt men dedim bu. Digenim şu halkı zini yo'qni haram deydi, zini varni halal deydi. Zini var deb kirib, hemen dolar yo'q etdi mesela. Yo'q pul, var pul yo'q qo'ydik. Dolarga birozdan keyin kirimiz Uyg'urlar bank qura olamdi sizcha chet elda? Banka degan endi uni qurimizda ham qurilgan narsa emas tajalli endi rost gapni qilmasak bo'lmaydi chunki buni kimdaymiz nurg'ulg'an funksiyalarni nurg'ulg'an jamlarga hatto xalqaro qonunlargacha buni bo'ysundigan gapchi endi bunaqa oz deganda bir 200 million yoki 100 million bo'lmasa yana bo'lmaydi-chi endi qurg'ul bo'lmaydi emas lekin hozir qurimizda bilan hozir sharoitimizda uni qurib bo'lmaydi. Shuningcha biz buni kichikdan minishimiz kerak hamda. Yani vaqf xarakterda boshlanish kerak demak. Vaqf xarakterda boshlanish kerak. Undan bo'lsa vaqf xarakterli banklar bo'lsa yoki bo'lmasa bosh xarakter ham kichikdan boshlash kerak demakchi-ku. Chunki bunga cho'ng bir mablag' ketadigan narsa hamda. Hamda ba'zi pul tepayotgan qarindoshlarimiz bor. Ularning deganlarim bor bir bank qursak bo'ladi deb. Lekin hamda qurimizda ham qurilgan narsa emas. Uni nurg'un plan, nurg'ulg'an mablag', nurg'ulg'an aql ketadigan narsa. Siz qurmoqchi bo'lgan shu pul vaqfi shu bankining kichiklangan shaklida tushunsak bo'ladimi bu munda? Hozir kichiklangan nuqta deb tushunsak bo'ladi. Kichiklangan nuqta. Lekin ham bankning o'zi emas, lekin kichiklangan bir hamda birinci qadam besildi. Yoki bo'lmasa bola yig'in tug'ildi desak bo'ladi. Bola tug'ildi. Ismini qo'yamiz inshaalloh. Inshaalloh menib ketar bu bola. İnşallah. Undaqda bankga so'zlang. Bankga munosabatlik bunday bo'lsa biz bankga pul qo'yish masalasiga kirsak o'g'dek, u bank qurish masalasini yig'inchoqlab berdingiz. Mesela abay degan gapingiz meni biroz qiziqtirdi. Mesela İstanbul'da puli va Uyg'urlar yoki dunyoda puli va Uyg'urlar Turkiyadagi islomiy bankalarga o'zining pulini qo'ysa ciddi bir kirim keldi ekan bu yerda. Biroz amaliy narsaga o'tsak. Dunyoda yo'q keldi hamda. Dunyoda yo'q keldi. Demakki dunyoning har qanday yerda bunday foyda yo'q. Tushundim. Yani Avrupa, Amerika, başka devletlardaki Uygurlar Türkiye'deki İslami bankalara pulunu koyusu bo'ladimi sizce? Bo'ladi. Unda işencilik bankalar var mı? Var. Mesela devletning qurgan ziraat katılım, yani ziraat katılım bankası var. Men çünkü devletning tavsiya qilaman. Nima uchun degan vaqtda pul davlatga ketsin, davlat ishlasin, davlat taraqqiy qilsin masalan uchun. Masalan kelgusi vatanimiz bu Qafqasmi albatta shu nimaniki davlatning banklarini qo'llaymiz. Chunki bank degan ham bir davlatning jeni hisoblanadi hisobda. Men deb aytdim, afsus, to'lim afsus. Men bek hayron qoldim. Turkiyada chetning banklari bachchiq ekan. Masalan Kuvayt Turk deymiz. Kuvayt Turk deb qilgan bilan 65% pul devletni iqib chiqdi. Çünkü 65% payçak Kuveyt'nin qo'lida.
albaraka şu misalanga. Türkiye Finance şu. Demek men nemin tavsiye qilman degan vaqtda davlatning islom banklarini tavsiye qilaman hamda. Chunki kasbi davlatga kasbsin. Davlat foydalansin misalanga. Mundaqlam deyli. Biz bankka qo'ysaqlam kelmaydi. Türkiye'nin yaxshi qilayotgan bir yeri bor. Agar biz pulni shundaqlam bankka qo'ysak, masalan islom banklariga bizga bir pulmu payda bermaydi, bir hech nima bermaydi. Faqat pulimizni saqlab beradi. Bunda bir yaxshi alohidaligi bor. Masalan, Kuvayt Türk bo'lsin, Al-Baraka bo'lsin yoki Munsuz Ziraat Katılım bo'lsin, Vakf Katılım bo'lsin degandek, bu banklarga pulni shundaqlam qo'ysak, bular foydalanib oldi. Hech qanday bir pulmu bizga Kardul Hasan hisobida beramiz. Andan keyin ular foydalanib oldi. Faqat biz pulimizni saqlab berdik. Lekin yana bir mudaraba deydigan bir hisoboti bor. U mudaraba degan hisobni qo'ysak, mudaraba nima degan vaqtda men pul egisi banka kuchligisi bo'ldi yoki bo'lsa aqlligisi bo'ldi misolanga. Pulni men berdim, andan keyin pulni bergandan keyin banka bu pulni o'zi mablag' soladi, o'zi ishlatadi, andan keyin foyda olgandan keyin foydani biz bilan bo'lishadi. Biz pulni qo'ygan vaqtda masalan 5% beraman, 10% beraman demaydi. Sen bilan 70'de 30 yalnız 20'de 80 yoki bo'lmasa 90'da 10 bölüşmen foyda ne deydi. Andan keyin foydaniki 90 sening bo'lsin, 10 mening bo'lsin deydi. Bunu deymiz, pulni banka qo'yamiz. Qo'ygandan keyin andan keyin bular o'zlari mablag' soladi, mablag' solgandan keyin kelgan foydani biz bilan bo'lishadi. Ziyon chiqsa. Hozir Biden menligim xalqimning qabul qilmayotgan yeri aşağı diyeceğim. Çünkü banka asas jihatdan hamda bu yeni texniklik bir narsa qoladi. Bundaqlam deyli, ziyon bo'lsa kimga bo'ldi degan vaqtda ziyon ma'lum deb aytdim, xalqaro qonun bor deb. Xalqaro qonunda ziyon bo'lsa ziyon eng oldida bankning o'zining mablag'iga bo'ldi. Shuning uchun agar bank ziyon topsa eng oldi bilan o'zining mablag'i xo'raydi misolanga. Shuning uchun banka albatta o'zimi ziyon tortishni xohlamaydi. Agar o ziyon bo'lsa o'ziga bo'ladi. Bu cho'qim qonun. Ikkinchisi bu maliyadimi ko'p xillab mablag' solish deydigan bir narsa bor. Buni ingliz tilida diversification deymiz. Ko'p xillab mablag' solish. Bu banklarmi hamma bunda bu diversification nima degan vaqtda hamma tuxumni bir suvatga solma. Hamma tuxumni bir suvatga solsa, suvat tushib ketsa hamma tuxum chiqib ketadi. Shuningdek tuxumlarni o'xshamagan suvatlarga savatsak, bir suvat chiqib ketsa, qolgan suvatlar sog'lom sahbetida o'tiradi degan gap. Banklarmi naq mushu prinsip bo'yicha ish qildi degan gap. Ziyon chiqmas chiqadi, har oyda chiqadi. Lekin bizga kelgan foyda aşı ziyonlarni chiqarayotgandan keyingi foyda hamda. Bunda ish hamda. Yani bunu İslam alimleri to'g'ri bitirib qila oldimi sizningcha mushu masalani? Mesela Malayziyaning ancha yaxshi qilolmay qoldi. Hamda rost aytgan vaqtda men Turkiyanikini Malayziyanikiga qaraganda yaxshi qildi deb qarayman. Chunki Malayziyada muncha persen beraman deb oldin ola deb qo'ydigan bunda bir narsa yo'q. Tarif bo'lib qoldi. Mesela 3%, 5% degandek. Lekin Turkiyanikida mesela 5%, 10% beraman demaydi. Bo'ldi, sen mablag'ni sol, men mancha percent bo'lishayli deydi. Bo'ldi deymiz, endi foydani shu bo'yicha bo'lishyapti. Haqiqatan shu bo'yicha bo'lishyapti. Lekin ziyon masalasiga kelgan vaqtda endi qanday deymiz? Asos jihatdan hamda shu ziyon bo'lmaganligi uchun xalqimiz buni ancha to'g'ri harom demayapti. Masalan, gapni rost aytgan vaqtda men ismini demayman. Ma'lum bir diniy olimimiz bilanmi hatto kech soat 1-2gacha o'tirib suhbat olib qolgan vaqtlarimiz bor. U hammaga qoyil bo'ldi. Men tushuntirdim, uni o'zim tushuntirib o'tirib qo'ydim, men o'zim tushuntirib o'tirib qo'ydim. Bir ikkilim güzel narsa bo'ldi. Lekin shu natija birliklarni
Netice? Böyle ikilemigen fakat bir işlem bakıp kaldı. Şu iş bu kez buludu dedi o alimimiz mi? Anikin nama hem de onunla nimnedir ya o alimimiz banka setülüp andikin sastonda. Elki başkalarını setülüp andın sastonda. Elki iktidarcılık hukukunu öz üstüge alsondaydı. Lekin hem de hazır kanunda banka onu aldılar satanmaydı. Fakat biz satılmakçı olsak bizge yardım kılıdı bunda yeri var hem de. Şunu demek ki, şu noktalarda kalışıp kaldık, kalan noktada satacağın birlikte kelgen bulduk degendek. Yani demek, yine dedim kubayet dedim. 100% de mutlak nesi yok hem de çok. Lekin garip bankalardan yaxşılığı 100% yaxşı. Ya onun da %100 yaxşı. Hem de demek ki hem de ben bayda bettim ayılıkı 100% mükemmel değil bulmaydı. Lekin hem de 100% mükemmel buldu diye vakitte, ne buldu diye vakitte ziyan çıksa bizgimiz en aldı bilen ziyan biz geliş gerek ameliyat. Şimdi prensip boyunca. İslam prensip boyunca. O şekildeki bank sistemi var mı? Şu İslami bankalarınki bol ziyanını tan tatayıl deydiğin sistem var mı yok mu? Sizin için? Unda sistema dünyanın her kandak bir yeri yok. Çünkü mesela siz mi? Mesela ziyan tatayılsınız payçek meblağ satsınız bol demez mi? Şu payçek bilen bek yakın bana diken o hazır sizin bu bank İslami bankçılıkның içideki neyse. Aslında kim payçek özgürüp gitti diken bunun minin bilişim. Karakter aşına özgürüp gitti da. Karakter aşına. Eğer ziyanı tam kötürsen diyen bolsa ne payçekmen özlem bulattı bu şu hazır. Lekin bunda ma ıksattımı fixed income securities deymiz. Ondan keyin şu payçek deymiz. Mundaqlan deyli kardeşim. Fix zin yok. Mesela bir öyün icara edip her ayda 2000 köyden payda alsak onun zini olmaydı o. Mesela öyden icara kirim kılımız her ayda 2000 köyde buldu onun zini yok. Bunu haram demdi kundak. Bunun zini yok olsun mesela. Bu halal. Bu halal. Şundan. Hem bu şunu halkımızı güçlendirmek biraz eğri kıvatı da hem de. Lekin Allah razı olsun. Hem de bizde muşundak bir kündümü akidemizde çanturalıdık, meydanımızda çanturalıdık. Allah razı olsun. Lekin ben degende eğer altın meblağ sılep ya ki bunu dolar meblağ sılep ziyan tartıp ketkenden bu İslam Bankası koyun bulunuzda. İslam Bankaları payda tapsın, devlet payda görsün. Hem siz devlet yerden kılan bulun, hem İslam Bankası yerden kılan bulun degende. Bunun demde siz bu cihette Allah razı olsun ciddi cevap çekip siz şu cevabını mı siz izlenip ya ki bizden dini alimlerimiz emanet kılıp biraz güçlük boğan bir cevap çıkışıqqa siz izlenip baktınız mı? Ya bunun dinkin açta bir cevabını halkımız gap verelim siz? O test mi? Test mi? O test. Hem bu qandaqdaymiz. Hem mening qaraydığım hem bir qaraydigan narsam bunda. Bu devlette dini alimlar yok mu? Bu bankının başı dini alimlar yok mu mesela? Bularning başı yok emas. Bular nazaret qilganlar yok emas mı? Hem aşula bu bulut deb chiqirib berdi, fatvoni pichib berdi masalan. Hem ularniki qarorni biz hurmat qilish kerakmi, kerak emasmi masalan. Hem de fatvo deganda men fatvo berolmayman. Hatto yolg'iz bir kishi fatvo berolmaydi amaliyotda. O'ziniki ko'z qarashini beralaydi, yo bo'lmasa tahlil qilish fatvo degan gap degan vaqtda qarindishim bir davlatdan chiqadigan 20 bir olim, diniy olim birga kelib bundaq chiqadigan bir fatvo hamda bu. Shunashqa demakchi o'g'lim ularning berilgan fatvosini biz yo'q senin hatta Uyg'ur olim chiqib bergan fatvo to'g'ri, Turk olimlari chiqib bergan fatvoni xato qilsak, uni bo'lmaydi-ku hamda. Shunashqa ashula shu to'g'ri deb yo'l qo'ydi. Endi buningdan yaxshisi yo'q. Elqi nima deymiz? Endi attapqicha ishakma degan gap bor. Degandek endi hozir bog'ni shu bo'lib qoldi. Mening demakchi o'g'lim, yana desam yana shu Uyg'ur xalqini bunga kirsin deb demayman. Men degandek shunda yetim qolganlar, ojiz qolganlar, tul ayollar,
men degandek mush yo'llar orqali Menimcha avvalgi ikki Zayum bilan mush nima paychek biraz Uyg'urdek bir tijoratchi millatga bankchilikqa qaraganda biroz yaqinroq turdi ekan. Endi bankchilikmi bo'lib ketsa, hozir bizning pul topadigan 3 xil narsamiz chiqdi degan gap. Hozir bizning deyishayotgan turlardan. Bankchilik masalasida inshaalloh bizdek bir mazlum, bizdek bir mustamlika ojiz millatga nisbatan islom olimlari taqim to'g'ri bir fatvoni chiqarib bersa, ajab emas inshaalloh. Buni misha to'xtatsak bo'ladimi ma'lum? Ketib qo'ydigan so'zingiz bormi bankchilik? Hamda hammasi mesha to'xtatsak bo'larmikan? Yo'q, sizni unda qo'yib bermaymiz. Chunki bu gapning oyiq qilib qoldi. Azazdan. Chunki hozir bizga 3 xil yerdan pul topadigan yo'lni ko'rsatib qo'ydingiz. Bankchilik masalasida albatta buni uzoq bo'lib ketsa xalqimiz uzoq bo'lib ketdi demak. Yo'q. Endi xalqimizmi deydi, menga jiq fikr keladi bu programma uzun deb. Masalan, Burhan Ma'lim bilan biz ikki gapning yo'q deyishib, bugungi to'g'riliq bizning bir programma qilishimiz bir ikki gapdan oladi. Shu xalqimiz ham bu jihatda biroz bizni afu qilib tursa bo'ladi. Lozim biz bu yerdalikqa vaqtning ichida mening programmamda men ashta o'ylayman, balkim axlat vaqt yo'q. Har bir minutda to'g'ri va muhim narsalar so'zlandi bu yerda-chu. Agar bu programmani qisqa qilmasak, shu 20 ni yana 2 haftadan keyin gap qo'ysak, chunki siz kelar hafta programma qilmansam unutmaysiz. O'zingizning taqoda bir ishingiz bor, chechingizni jiq. Shu fursatda biroz ma'u oyog'ini kichik tushirib olaylar. Xalqimizmi bizning Uyg'ur programmachiligi bu Uyg'urga xos programmachilik. Bugungi xalqaro televiziya stansiyalarini ko'riblar, programmalarni ko'riblar, avul qisqa qildi ekan, biz uzun qildi ekan desak bo'lmaydi. Biz Uyg'urlarning ishlari hammasi ajoyib bu bizning. Ya'ni biz bek dunyoda ya'ni biz bek mazlum millat. Biz chiqishda bizga dunyo kechirib o'tish lozim bizni. Programmachilar hamma ishimizda bir chataq va bo'lganlik uchun biz nima qilishimiz kerak? Biroz apuchan boshqacharoq bir metod tanlashimiz kerak deb o'ylayman. Xo'sh, bankchilikdan keyin qaysiga keldik endi 6-chilik kelamdik muallim. Yo, undan endi 6-chilik bo'ladiq, lekin yana boshqa davlatlarda asos jihatdan uniki o'xshash, masalan ben deb aytdik-ku, masalan $40,000 atrofida turvatqili bir ayoldan oshdi debchi. Undan boshqa davlatlarda ancha foyda ketib bo'lmaydi. Faqat endi Turkiyada undan nima uchun foyda bo'lyapti degan vaqtda u oltinniki nimasi emas, ma'volligi liraniki ojiz bo'lish sababidan ilinayotgan foyda endi. Ashuna desak. Demakchi oltinga mablag' so'rashim o'xshash, dollar mablag' so'rashim o'xshash demakchi endi hisobda. Lekin endi yana oltin mablag' so'rasakmi, men deb aytgandek hech qanday iqtisod qimmat ekanmaymiz. Iqtisod qanday yaratmaymiz. Davlat hech qanday foydamiz bo'lmaydi masalanga. Faqat shu oltinning bahosi o'ssa foydali emas, ziyon tortamiz shundaqlar. Yana men degandek buningda iqtisod qimmat yaratilmaydi. Dollar bilan oltinda hech qanday iqtisod qimmat yaratilmaydi. Faqat pulning qimmatini tutib turish yoki bo'lmasa pulning qimmatini chiqarish yoki tushirishdan roli bor. Boshqa hech qanday roli yo'q deb qarayman endi. Ya'ni Uyg'urlarni siz oltinchilik, dollarchilik masalasida 3 kasbga qaraganda keyni qo'yamsiz, shuni keyni. Albatta keyni qo'yman. Buni faqat pulning qimmatini tutib turish uchun ham ishtasi bo'ldi deb qarayman endi. Masalan, pulning qimmatini tutib turish. Xo'sh. Bo'ladi. Undaqda oltin bilan dollar to'g'risida ko'p to'xtalmayli. Asli Uyg'urlar biroz jiq qiygan bir narsa bu. Ama sizningki texmo boshqa mablag' soldigan taraflaringiz chiqganlik uchun qarindoshlarimiz yozayotdi. Men sizni qarayman deb asosan qarindoshlarning savollarini ko'p o'qiganmidim. Banka qurish u bu degandan birlashib shirkat qursak bo'lmamdi degandek mendaq bir klassik savollar burundan xalq orasida delib kelayotgan savollar tushyotdi. Uningdan keyin vaqt shu. İşte ben dedik-ku, aşdan bir nemesi kişildiğin nuqsası deb qaradik endi. Hatta endi bu to'g'riliq endi hamma gapni to'kayotganlar bo'lmaydi ekan. Hatta nechkida boshlabmi hatta shu Turkiyadagi doktorlarni yig'ib Uyg'urlar uchun bir nima deymiz,
bir kichikroq doktorxona ichishni planlayapmiz masalan göçüp. İnşallah. Hatta Türkiye'de nurg'un ishsiz doktorlar var masalan. Shularni yig'ib, akib xalqimiz davolaydigan davlatdan ozroq yordam edibchi masalan. Ama bir yiroq ishlar emas. Demakchi, endi qadamma qadam, paydan pay kildigan gapchi bu endi. Shunashqa u qarindoshlarni to'g'ri. Shundaq bir shirkatlarni qilib, yana qilgan vaqtda yana degan bilan pul kelmaydi-chi qarindoshim, bundaq yeri bor. Uni qurib qo'ydik degan bilan ishni buni pul bergan odam kerak, uni bir projekt kerak, loyiha kerak degandek. Endi shunashqa men bunaqa kirishni ancha mumkin. Lekin to'g'ri fikr endi. Lekin ham shu islom mush Uyg'ur pul vaqtini shuni bir kichiktilgan nusxasi deb qarasak bo'ldi endi. Allah razı olsun. Altın ve nimeden kin dolardan kin Bitcoin'ga kelamdik muallim. Bitcoin'ni men shuni o'xshash deb qarayman. Hatto buni eng yo'q, hatto buni shu pul muomalasasiga eng chong aldamchilik deb qarasam bo'ldi. Chunki yan deb aytdim, nima uchun Bitcoin'ga ishonamiz? Bitcoin'ning kayni kim bor? Pulga nima uchun, masalan, pulga nima uchun ishonamiz masalan? Çokunmaz emasmi? Nima uchun ishonamiz pulga masalan? Pulning kayni davlat bor. Davlat bo'lganligi uchun biz pulga ishonamiz. Bitcoin'ning kayni nima bor? Qaysi davlat bor? Hech qanday davlat yo'q. Bu masalan Bitcoin deyli östürüp 18-20 dolarga chiqarib pat qıtan tashlab etdi. Apple ne ketdi? Ketdi. Kim yeb ketdi? Ash Bitcoin sağallar yeb ketdi masalan. Hoş. Demek bir aldamchilik bu, moliyaviy aldamchilik. Çünkü Bitcoin to'g'risidagi tashviqot bek jiddiy bo'lib ketganligi uchun dunyo miqyosida ba'zi qarindoshlar yamanchiq so'raydi Yevropadagi Uyg'urlar. Men bu jihatda qilib jiq izdandim. Bitcoin harommi, halalmi, qandaq bir tijorat deb başdan ayak bu endi butunlay son sıfır bilan mangdigan, hatto puldekmi kuchi olmaydigan fizik bir tutquchisi yo'q bir narsa ekan. Va buning haromligini topdim. Ammo shu qarindoshlarimiz texmi sizdek bir pul muomala doktorning og'zidan anglasin deb, ya'ni siz bir ilmiy gap qilasiz bu yerda. Biz faqat agar bek cho'ng ish qilsak fatvosini deb berishimiz mumkin olimlardan so'rab. Bitcoinning haromligida aniq fatvoli bor ekan. Shunda. Hatta Turkiya Diyanatning ona haramda fatvo berganamdi. Endi bu davlatga nisbatan bir xiris. Onun ustiga ben deb aytdim, buningda nimaga mablag' solgan bo'lsiz? Nimaga zodi? Buniki Bitcoin'ni qilayotgan bir ishi yo'q masalanga. Ya siz onun bir ishga mablag' solmaysiz, faqat shu yo'q bir narsaniki qimmatiga mablag' solasiz. Men degandek iqtisod qimmat yaratilmaydi, davlatga hech qanday foyda sunmaydi masalanga. Unda qilgankin uniki cho'qim bir aldamchilik, cho'ng aldamchilik deb qarayman. Men xalqlar qilib ketdi, voy, bahni qilgan, bunda qildi deb qarab turana dedim. Mana hozir tushib nima qilib ketdi endi. Yo'qib ketdi, qimmat yo'qib ketdi. Chunki Bitcoin'ni tashviq qilayotganlar muallim. Yani ilk paydasını bek ciddi teşvik kılıp bazı Facebook'un atsak mı Bitcoin'nin reklamı çıkıdı, YouTube'da mı çıkıdı, bir şey bek cık çıkandayken Uygurlar bunun kızıkışına başlap mesela bir qancha qarindoshlarimiz Bitcoin ticaretini qilib baksak bo'lmamdi deganlar bo'ldi. Men buningki diniy fatvosini jiq izlanib, oxir haromligini nim qilib, endi sizdan buning ilmiy tarafini so'rayapman. Yani en xatarlik bir narsa demoqchisiz. En xatarlik ya. Men bir azroq mana bir hikoya so'zlab bergim kelyapti. O hikoyadan keyin andan keyin xalqimiz bilib olibchi buning nima ekanligini. Ma'lum bir yezida qarang. Bu vatanimizda necha qatim o'ynaldi bu o'yin. Men endi gapirman. Bu o'yin o'ynaldi vatanimizda. Vatanimizga pulni shunaqa yeb ketdi bu iflos Xitoylar. Buning men oldida hikoyada bir yezida bir yezining deyli odamlar shunda ishchanka ishlaydi ekan uchun. O yezida jiq maymunlar ekan. Andaki shuna bilan bir savdogar bunda qilib qarab boqib bir savdoning
nevisi körüptü bir yerde, bir kursunu körüptü. Şunu bana halk depti, bir maymun tutup ekipesala mesela $20 veray depti. Maymun cehiz iken. Şunlar halk koy maymun bir tutahla aldı kemiz $20 dep maymun tutuşu başlaptı. Sonra maymun ekilip $20 ne yaptı? Annekin azizlik başlaptı maymunla. Endi tutup ekipesen $50'dan birimiz depti. Annekin yan azaygan sırı emdekin ekesen $100'dan alımız depti. Onun da yan halk kavap karşını taşlap maymun tutuşu başlaptı mesela geçiyor. Bunda bulduğun işken bu der. Şu bilen bağan sonra maymunla yok aşkı başlaptı. Şu bilen maymunun bahsi $200 çıkarıptı. Çıkarıp ki yani tuttu doların ay nemene maymun ne $200 ne düşürdün. Kavap karşını taşlap emmisi şu maymun oyuna kirketken gap. Kirip andaki şunu bilen bir gün depti. Endi tutup eketenler ama $300'dan beri ay depti. Karısı o yazını bir ama maymun kalmagan. Kalmagan ekin andaki şunu bilen bu başlap şehir kirketken bulduk et. Ama şehir kirip çıkmayanlar. Şunu bilen onu katıp bakaldı iken. Katıp bakıp hemen maymunlarını sizlerge hazır $200 setip etsem benim başlakım çıkan vakitte $300'dan satsanlar $100 fayda alan bolsalar dedikken çok. Degen kalıp oylap bakıp vay bulduğun işken bu der. Şunlar kılıp ulanı bes de kalıp maymun satıp başlaptı o katip edin. Şuna ertesi karısa o ne o katip ne o başlap. Bütün nimelerini maymun kaplap ketken o yazını. Degen bayılıp oğunlup ketken ayyadım. Pul alnın üçüncü geçip gitti. Şundaklamış. Bitcoin maşından okşuşlamış bu. Mesela mavetenden bir Gülçay'ın vakası oldu ne yıllarda. Aş Gülçay vakası da uruhunu sattı halk mecbur tehritte. Aş ile yukarı badisi tuvaldı. Gülçay'ına. Oy bu buldu aşkan bu da andaki ikinci ile aş Gülçay'ın uruhunu netçimin yüvenden sattı. Kalk diyen bes situap oy bu yaxşı bulganda ona uruh endi maksat olan maksat millete uruhunu setilişken bu. Uruhunu situap kileriyle 100 yuan gibi adam çıkmaya kaldı mesela. Şunda kılıp anam diyen halkımız diyen tattı. Demek halka bazı da halka aslan emnini adı ben çoğudum demedi ya vakitte şu aslan pul tepkilişten ya ki bunsa aslan yolu kırvarsa şunda kalıp çok maksatımız halka demdeniz bir muqim bir yaxshi bir joydan bir sistemli qalda pul tepish bo'lmasa shunda maymun o'yinga kirgitilgan ishda chiqib demoqchi bo'ldim. Allah razı olsun doktor. Amiyat bir qarindishimiz 2 saatdan beri nim qilyaptimi? Bunga bir javob bermading debdi. Qarindishim qaytizing Olim Ahmet Qarmay degan qarindishim. Men chunki doktor qarayman deb savollarga qarayolmadim. Bizning bu programmamiz xalqimiz bilan birlikda qiladigan programma bo'lganligi uchun to'la telefonga savol qarab men mujiq qarindoshlarninki noroziligini qag'ishini olgan vaqtim bo'lgan. Shu bugun asosan shu doktorning ko'ziga qarab o'tirdim. Muallimninki ko'ziga. Shunga u qarindoshlar endi kechirib tursanglar men savollarni yaxshi o'qiyaolmadim. Muallim yana bu 6 narsani dedik hozir. Zayum nima paychek banka altın dolar bitcoin o perevotni kichikkina tushuntirib o'tib ketamsiz perevot degan narsani shu dollarchilikni dedik ha dollarchilikniki aylanish nimasi perevot shunami to'g'ri ha shu perevot to'g'ri tamam boshqa ketib qo'ydigan narsa bormi xalqaro pul muomala sohasida ya endi xalqaro pul muomala sohasida bir diqqat qiladigan ish bor bu pul muomala sohasida ajdaholar borchu endi shu ajdaholarga yelkasak yana bo'lmaydi demak to'g'ri o'sha dunyoda bir ajdaho bor aylanayotgan bir ajdaho borchu aylanib do'lab yeb mangdigan ajdaho bor ajdaholar bak cho'ng ajdaholar bularnichu endi ularni institutional investor deymiz yoki bo'lmasa cho'ng mablag' silish organlari bor misolangacha biz faqat bir kichik biliq
bizni yesaklam deb turdi. Yapmasak deb qo'ydi-ku hamda. Xo'sh. Shunashqa mening demoqchi o'g'lim har qanday mablag' sag'a vaqtda yoki bo'lmasa pul muomalasi mablag' sag'a vaqtda qiladigan birdan bir ish bu maqsadimiz uzun muddatli bo'lish. Hozir mablag' silib, hozir deb ish emas, cho'qim uzun muddatda yoki uzun mezgilni ko'zlab mablag' sag'a vaqtda yaxshi bo'ldi demoqchi. Agar hozir elib, hozir foyda qilib qilmasak, shu cho'ng biliqlar biz kichik biliqlarni yeb ketadi-ku. Shunashqa endi demoqchi bo'ldim, biz endi mablag'chilarni korxoniy mablag'chilar va shu yakka holatdagi mablag'chilar ikkiga ayiramiz odatda. Agar biz diqqat qilmay qolsak, shu cho'ng biliqlarga yem bo'lib ketsak, negarni yem bo'lib ketmizga vaqtda shu app elib masalan qilsa shu cho'ng biliqlarga azroq pul topganda qilamiz, lekin yana uzun muddatda biz shu cho'ng biliqlarga yem bo'lib ketamiz. Shunashqa endi demoqchi bo'ldim. Yana bir mavzu tijoratdan eg'izlashgan bo'ldik, pul muomalasi eg'izlashgan bo'ldik. Cho'qim tijorat bo'lsa, tijoratni qilish kerak. Hukum tijorat bo'lsa-ku. Birinchisi bu. Askar men demoqchi bo'ldim shu Uyg'urlarning maqsadim pul muomalasi sohasiga kirish emas. Agar bu sohaga qiziqsa, men degan usullar orqali andikan bo'lsa bo'ladi. Hargiz bir tijoratchi bor yoki yaxshi tijoratchi bor odamni mana kiring deganlik emas. Men deganda tuxumlarni u suvatga bu suvatga sap qo'ysa bo'ldi masalan. Ya oltin oltin, dollar oltin. Amanglar demaymiz, lekin uni olsin, paychakka mablag' solsin, masalan, tavus bo'lsa, zoyim qilmasin masalanga, cho'qim bir sohaga markazlashib qolmaslik kerak. Hamma sohalarga takshi qilishimiz kerak. Doktor, bu yerda bir bo'shliq bor-ku. Masalan, Yevropada hozir biz 15 davlatga bordik, Uyg'urlarning ahvolini ancha-muncha anglab turyapmiz. Masalan, bu tijorat qilishga masalan Yevropada biroz tez-ku, Uyg'urlarning amali real qarasak, tijorat qilishimiz shunda bir yo'chiq ichilib qolsa qiyg'il bo'ldi. Ammo keliblar men tijoratni boshlayman deb, chunki hamma narsa monopol, ko'proq narsalar. Cho'ng baylanib qo'lida. Men deganim shu. Andan keyin bu qarasa yanchuqida 5-10 ming yevro puli bor hamda. Normal ishchilar sinfininki pul hamda bu. Kadrlarning ma'muriy organlar ishlaydigan Uyg'urlarning bir 20-30 ming yevro puli bor. Resmiy necha 10 yilni yig'ib pul topdim, boy oldim deganlarning bir 70-80 ming, 100 ming yevro puli bo'lishi mumkin. Meningki shaxsiy ko'zim bu. Belkim xatodir, ammo men shunday his qilaman. Xo'sh, shu 5-10 ming yevro puli bor Uyg'ur, 30-40 ming yevro puli bor Uyg'ur, 100 ming yevro puli bor Uyg'ur. Endi alohida baylanma, o boshqa masala. Bular tijorat qilolmaydigan, ammo bir bo'shliq bor, o bo'shliqni to'ldirish uchun biz siz bilan bu pul muomala bozoriga kiryapmiz-ku bu yerda hozir. Tijorat qilolmaydi bular. Qilaysiz tijorat yo'q. Türkiye ticaret kılaycısı xatarlik, bu hem Türkiye'den bir şamal var mesela. Türkiye'de bir meblag salıman dese, Türkiye'deki Uygurlar yoki Türk cemiyeti ularga nəhayət xatarlik bir cavabını verir demdi. Şuna bu ki bu pulni nega ishlatishni hukmayotgan minglarcha, balki 10 minglarcha Uyg'ur bor. Buning uchun biz yuqoridagi zoyom, nima paychek masalalarini deyishdik. Hamda oxirida mesela ma qarindoshlarimiz mezibdi, ma baylarninki gapini tugab, ma kambag'allik qanday pul topamiz deb bu to'g'ri savolni men bu yerga yozib qo'ygandim. Ya'ni Uyg'urlar ya'ni boshqa shakldagi pul tepish usullari bormi? Ya'ni bir normal bir Uyg'ur mayli azroq iqtisodiy Uyg'urlar mushaga kiramdiq biroz. Jan tomiri ya'ni bizga bek mos keladigan real bir savol endi. Rahmat, Allah razı olsun. To'g'ri. Endi hozir namratlar deymiz. Namratlar degan vaqtda namratlarning manda asli bir narsa qilish uchun pul kerak-da endi. Lekin endi bir yaxshi bir ahvollar bor desak bo'ladi. Masalanga ish qilayotgan qarindoshlarimizga ash yo'q pulni ozroq ketib qo'yish bo'ladi-ku. Mening mush pulni cho'g'ib qo'ysangiz yoki bo'lsa mushdan ozroq bo'lsa men bir foyda bersangiz deb ketib qo'ysam, ma'lum bir pulni
hem de mundaq çok kardeşim. Hem de pul tepişte hem de baylarımızın deydiğen bir iltimasım var. Hem de pul tappa vakti mı pulni özü için emas, hem halkımız için busma azra Allah razı olsun. Demek ki onun nimqatıda, lakin misalenge qandaq degan vaqtda mesela bir iş fursati bor desak aldı bile Uyg'urni o'ylashsa aldı bile Uyg'urga bersak ondan keyin Uyg'ur mesela her qandaq davlat shu Türkiye'ni va o deymiz bu deymiz her qandaq davlat shu mesela Avrupa'da shu bir aq bilan siz nimaga borsangiz ish izlab borsangiz aqqa berib sizga bermaydi u aniq Xitoyda shu Xitoy bilan borsangiz Xitoy berib sizga bermaydi Malayziya bo'lsa Malayziya berib sizga bermaydi masalan ish fursati bo'lsa shuning uchun men demoqchi bo'ldim mush Turkiyada qilayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz bor soda qilayotgan ya korxonasi bor u bu degandek bir ish fursati bo'lsa oldi bilan qarindoshlarimizga bersin tepilmaganda andan haqqi bersin degandekchi shuni demoqchi bo'ldim hamda birinchisi shu birinchisi pul qetib qo'ysa ozroq pulni shunda qilib ish qilayotganlar qetib qo'ysa buningda bir ishni qilgan bo'ladi ikkinchisi man deganda shu ish nimasiga vaqtda cho'qim oldi bilan qarindoshlarimizni o'ylab qarindoshlarimizga bir nimasi berilsa deb qarayman ondan keyin ham bir amal bor masalan bizning 1000 liradan 2000 liradan 3000 liradan pulimiz bor masalan unga ish qilib bo'lmaydi lekin uni to'plab bir ish qiladigan bir odamga tutqizib uni pulni masalan kichik ish demay cho'ng demay masalan nima qilsak masalan qarindoshlarimiz qilib qo'ysak ondan keyin anidan kelgan pulni yana bo'lsa ham bo'ladigan ham bir mandaq bir ishlami bor hamdachu lekin hamda bank namorat bo'lib kelib kelsa masalan ayollar deymiz bolalar deymiz buni bizni majburiyatimiz bizning millatning majburiyati biz ularni cho'qim beqish majburiyatimiz bor chunki hamda ayollarni chiqib ishlanglar bolalarni ishlanglar degan bo'lmaydi demak yana x86 yig'ib olib kelsak nima degan vaqtda baylarni qutsin o'rta hol saviyadagilarmi men degandek shunaqa bir yo'llar qilib pul topaylik andan namoratlarni o'zimiz boqaylik masalan demoqchi bo'ldim shu hamda hozir rost vaqtda shu zakot masalasiga vaqtimi hatto Xitoy bizni huquqlayotgan yeri hatto Xitoyda huquq Uyg'ur baylarimiz hatto zakotni berolmaydigan bir holatga kelib shunashqa hamda shu O'rta Osiyoda bo'lsin yoki bo'lmasa Turkiyada bo'lsin hamda shu zakotni ham bu mundaq ishganchi bu zakot masalasimi bu sistemlik bo'lsa bu yaxshi ekan agar sistemlik bo'lmasa buning iqtisodiy afzalligi yaxshi bo'lmay qoldi ekan demakchi nima degan vaqtda masalan bir yilda deylik bir yilda ish emas butun zakotni birga yig'ib boqaylik qanday ish o'qishdir ekan man bir cho'ng bir plan kelman cho'ng bir plan bu yordammi qiling demayli pul beram demayli faqat zakot keyin nima o'taysiz zakotni sizmi o'tam faqat bir organga bir insonga berib boqaylik u cho'ng bir Malayziyada zakot deb pullar berib qo'ymaydi qarindishim bir ikki xalta o'nlab berib bermaydi nima ish qila olasiz kompyuter ish qila olamsiz kompyuter apparat ma kompyuterdan foydalanib pul deb qo'ymaydi yoki biz kichik bir HP ma'noda ishlab ma'noda pul deb jiningizni qandaydi misolanga o'zimizni qalandar millat qilsak bo'lmaydi cho'qim bizmi o'zimizni bor sharoitdan foydalanishimiz kerak qarindishim ya'ni Sharq Turkiston muhojirlarininki bir zakot xodimlari qurilish bo'lsa bundan nihoyat cho'ng bir narsa mablag' yoritiladi buni islomdan bor baytul mol g'azina deymiz uyg'urlarning bir g'azinasi bo'lishi kerak hamdachu masalan butun zakotni bir yillik zakotni misolanga akasak uni
nurg'un xalqni bekatgan bo'ldi. Hozir nima degan vaqtda unumsiz holatda bu qilyapti. Hemen ma yetim bola berib qo'yapman, yo siz avval yetim bola beryapsiz, yo bo'lmasa men oltin xotin beryapman. Shundoq bo'liblar. Bu uzluksiz bu qilyapti, anikin unum bo'lmayapti. Agar biz buni hammani bir ekilib, hammasini ekilib, ondan keyin uningda bir sistemlik bir nima yaratsa, masalan Malayziyaning zakatini zakat organi bor. Necha million puli bor zakat organlarniki. Shunaqqa Malayziyaning o'zida namrat bak as. Indoneziyada jiqrab, lekin Malayziyada namrat as. Demak, endi shundaq bir mexanizmlar orqali bular amal va hatto iqtisod yapishda hatto bular iqtisodni jihad o'rniga qo'yib savdo qilish, tijorat qilish, jihad deb turib bundaq o'tirib chiqqan endi ularchi. Demakchi o'g'lim savdoni ammo Xitoyning tutildi g'oyalari bormi shunday yerlarni. Demakchi o'g'lim shu savdo qilishni shuning bir sifatida maydonga chiqarib qildi demakchi endi. Demak, savdoning muhimligini Allah baldir turib yetgan his qilgan. Demak, bizmi shunday bir deyman-ku. Bir yil zakatni bir yil to'plab boqaylik. Andan keyin o pulni to'plab olsak, bizda namarat adam qolmaydi deb o'ylayman endi. To'g'ri. Allah razı olsun. Qarindoshlar telefon qilsak bo'laman debdi. Naq maydonga telefon qilsanglar bo'ladi. Doktordan bevosita savol so'rasanglar bo'ladi. Bundan biz yana biroz kichiklatsak, bir 2-3 tane savol qoldi. Undan keyin suhbatni tugatsak deyman. Ya'ni Uyg'urlarningki, muajiratga Uyg'urlarningki buningdan boshqa bir pul tepish yo'llarini sizdan so'rayman. Avval telefonni ila olaylik. Undan keyin men savolimni davom qilaman. Assalomu alaykum. Xo'sh. Alhamdulillah. The Bluetooth device is ready to pair. So'zingizni qilsangiz bo'ldi, biz anglayapmiz. Allah razı olsun şundan birge vermiş programımız. Doktor Burhan Ulug'lu efendim rahmet. Mening hozir şu programning aydan şu burundan kalamda paydo bo'layotgan shu 4 asosiy savol bor. Shuni har birini so'rasam, shunga qisqa javob berishgan bo'lsam, birinchi savol şu bayan şu doktorman şu bir pul muamele to'g'riliq, ya'ni chet eldagi pul muamelalardan Türkiye'deki pul muamelada farq borligini, ya'ni o'xshashliklar borligini, masalan, dolarla oltinning ta'tirlanasi holati va yoki qizoyim deymiz va yoki paychik deymiz. Ba'zilari farq borligini deb o'tab ketdi, lekin shuni to'liq bir izoh berdi. Shuni bir izoh bergan bo'lsa, Turkiyada qanday farqlar bor? Nima shunday farqlar kelib chiqdi? Bu birinchi savol. Ikkinchi savolim qarang'i bozor degan nima? Masalan, biz odat anlaymiz, masalan, qarang'i bozorni namundaqkan do'lar qarang'i bozorda o'zib ishlab o'tgandek. Masalan, men ilk masalan, buni qarang'i bozorda masalan dövizler, ibadet, bankaların bazının başka yerler mesela yukarı bazı dolarını ilip satılan müşarklı payda ağan ahvallarını ben kölgen müştülak sahip olan buldu. Müştülak bilen birgen şu karanlık bazar bilen pul yüşünün münasip bağımlı karanlık bazar kandak şekillengen. Üçüncü sualınız ne? Depperin hepsi. Üçüncü sual periyodun kıymetinin düşük törenleşi çıkışı bilen asas qaysi amillar münasebetlik periyod hakkında. Annem dördüncü sualım mesela azmış yaşlar yol batkan meseleler doğruluk. Mesela kompüter deyimiz, program yasaş, mesela teknoloji muşu sahalerde doktorluğun bizge qanday bir teklif fikirleri var etmekçi olmuş. Yaşlarga qanday yürek sözleri var. Muşu sorularga bir cevap verdiler deb şunu telefon qilishim. Bo'ladi, Allah razı olsun. Naz doktor sözünü sizga bersam, şu 4 tane savol bor ekan, shunga qisqa ba'zan savollarga javob chiqarlik.
Shuna bo'lsin, shu qisqalab o'tib ketsak deyman. Rahmat. Bu qirindishimiz rahmat. Nihoyatda to'g'ri savollar bo'ldi. Ammo Turkiya bilan xalqaroniki o'xshamaydi deganimda, birinchisi o'simni solishtirsak, butun dunyoda hamda ma'vo O'rta Osiyodagi yo bo'lmasa ma'vo Afrikadagi davlatlar bilan solishtirmaymiz Turkiyani. Hamda demakchi o'g'lim mushu yuqori yoki taraqqiy qilgan va qilayotgan davlatlarning ichida Turkiyadagi o'sim bak yuqori. Bütün dünyadagidek tushuk holatda. Ikkinchisi, mushu pulniki yoki dovizniki yuqori tuvan bo'lishi mushu Turkiyadami yana eng yuqori ko'rnaklik. Masalan, boshqa davlatlarda muqim holatda judoq masalanga. Endi bu dovizning bunda bir yeri bor. Men baytni azroq qisib qo'ymadim, deb qoptiman. Ba'zida so'rash mumkin. Saudiyaki 10 yilning avval 375 da, bugunmi 175 debchi. Masalan, Qatarning shu. Nima uchun bular bundaq bo'ldi degan vaqtda, bular poyezdga silmagan. U poyezdning bashi Amerika. Demakchi, bular buni bog'lab qo'ygan hisobchi. Bu bog'lama holati deymiz. Buni Turkiya qila oladi desa, buni qila oladi. Lekin buni qilib qo'ysa, Turkiya o'zining iqtisodiy jihatdagi erkinlikni yo'qotadi. Bu tushundingizmi? Shunaqada bu bizning muqim bo'lishiga sabab faqat Amerikaga silvagan deb qaraymiz. Amerika alqilma aslaydi, tizlaydi degandek, ani chetib qo'ygan deymiz. Endi Turkiyanikini erkin privot sistemasi deb qaraymiz buni. Erkin bo'lganligi uchun shunaqada bunun egiz pastliklar bor. Mening baytganim o'sim yuqori, yana birisi pul pahalılığı yuqori Turkiyada. Pul pahalılığı hakikaten yuqori. Anlayın deganda shu dovizniki chiqishi yuqori. Ammo moliya sistemisiniki bexatarligiga qarasak, Turkiyaning alohida yuqori amaliyotda. Bexatarlik nima alohida yuqori. Demakki, bular o'zining moliya sistemasida qo'dab turayotgan holatda. Lekin shunda holat turuqliq. Masalanga nurg'un endi buni kirgizsak yana bir necha modlar kiritamiz buni. Buni hozir kirsakmi qolamiz. Demakchi o'g'lim endi mush jihatlarda bexatarlik jihatda yoki bo'lmasa mundaqlam deyli, moliyaning kuch jihatda yaxshi turib, lekin ma'noda shu endi yuqori holatda nimsaq bo'ldi. Endi mening demakchi o'g'lim shu demakchi o'g'lim oltindan foydalanish, dollardan foydalanish faqat Turkiyada mavjud bo'lib tura oladi demakchi. Boshqa davlatlarda bu jihatdan endi foydali qilish yuqori demak. Qaror bozor degan vaqtda nima degan vaqtda shu Markaz bankasiga to'ydirmay yoki Markaz bankasiga chopmay oldi sotdi degan gap, endi buni qarang'i bozor deymiz-ku endi. Masalan, Malayziyada yana bir savol. Nurg'un davlatlarda faqat biz omonat qo'ygan vaqtda faqat biz omonatni shu davlatniki pul birligi bilan qo'ya olamiz. Lekin Turkiyada biz hatto yevro holatda, bo'lmasa dollar holatda saqlay oladiganmiz. Masalan, Amerikalar, Yevropalar faqat qaysi davlatdan bo'lsa, shu davlatniki demiz bo'yicha qilgan gap. Demakki, Turkiyada 55% pul chatdan pul birligi holatda qilgan gap ekan. 45% pul nimaniki lira hisobida, 55% pul mushu tashqi privat hisobida bankada yozilgan gap ekan. Malayziyada bankada faqat va faqat ringgit bilan qo'ya olamiz. Hatto dollar hisobot bo'lish nimamiz bo'lmaydi. Agar nimaga chiqsa, bozorga chiqsak, masalan deylik, $1000 nechib ketsa, yo'q, $1000 emas, 3000 ringgit nechib ketsa, pasportini aka deydi. Oyada kamera bor. Kontrol chinkanda. Kontrol qilib turadi demakchi. Shu qorong'i bozorni olib olish uchun.
Demek Karan Bazar nima degan vaqtda shu Merkez Bank sistemasiga kirmay turib, Merkez Bankasiga o'qitmay turib, buni qanday Karan Bazar deymiz. Shuning uchun agar bayram pul yuyishlar nimiz bor albatta. Pulni qanday uydi degan vaqtda shu Karan Bazar orqali uydi hamda buning pul uydiganlar. Masalan, Karan Bazarda pulni bermez ya bo'lmasa Amerika yetkazib ya bo'lmasa Yevropa yetkazib degandek anda qilib shundan uni Qarang'i bozor deymiz. Qarang'i bozor deganimiz shu Markaz bankiga uqtirmay tuydirmay qilganda bu Qarang'i bozor deymiz. Endi mau nimaniki pulning qiymatiga chiqib tushish jihatda endi bundaq bir sehrlik uch burjak borchu. Bu sehrlik uch burjak qaysi degan vaqtda bir uch burjak desak, uch burjakning bir burchiga o'sim. Yani bir burjga mafruva. Yani birsin hem bir uçe nima? Pul pahalılığı hesapta. Misapta bu ne? Birini kontrol etsek AX'ın ne tutuş doğru kıldı. Demek ki ikkini koyup birini tutulmaydı. Çokum birini koyup kerak ya birini tutish kerak degan vaqt. Shunashqa agar privatni qo'ymasdan ma o'sim bilan ma pul pahalligini tutish kerak misolanga. Agar mani qo'yib o'tay desa, mani bu 3 bir chambarchas anda bog'langan. Shuning uchun nima uchun bunda pul egiz bo'lib turyapti degan vaqtda birisi pul pahalligi bak yuqori Turkiyada. Ikkinchisi o'sim bak yuqori. 25% o'sim degan o alayda bir yuqori bir o'simchi. Shunashqa bu privatga cho'ng darajada ta'sir ko'rsatadi degan gap. Masalan, agar biz sirtdan pul kirgizsak Turkiyaga, agar biz pulni dollar hisobiga qo'ymasak, dollar hisobiga foyda bermaydi. Muallim, Allah razı olsun. Ahirda ikki savolim qoldi. Vaqtimiz bir yerga kelyotdi. Agar savollarga javobingiz tugagan bo'lsa, boshqa davlatlardagi Uyg'urlar Turkiyaga mablag' solish kerakmi? Qaysi yerga mablag' solsa yaxshi? Yevropadagi, Amerikadagi Uyg'ur. Endi soha deganimiz yana kasblar deydi. Maliye sohasidamsiz ya tijorat sohasidamsiz yana qaysi bo'lsa bo'ladi. Biroz keng shaklda ismini atab ma sali yaxshi deydigan bir ko'nglingizda shundoq nimalar bormi? Turkiyada. Misolanga deyli. Turkiyada uy arzon. Uy haqiqatan arzon. Hatto Malayziyadan arzon, Xitoydan arzon uy uchun Turkiyada. Shunashqa agar men endi o'yladim, shu o'tgan yili shu dollar 670 680 ga akirib misolanga mundaqlam deylik qarindishim birisiniki 100 ming dollar va deylik 100 ming dollarni shu vaqt akirgan bo'lsa bu 670 ming bo'ladi. Agar andikin 5 dan 40 tushgan vaqt yana 100 ming dollar setib achikasimi oyada 140 ming lira paydo topgan bo'ladi endi. Demak, nima demakchi degan vaqtda mushu aslında hamda bir unumli foydalanish yo'lin shu misol. Uy ilm sitim demoqchimisiz? Nima deysiz? Uy ilm sitim. Uy ilm sitimmi bor? Andan keyin privatdan foydalanishim bor demoqchi hamda. Privatdan foydalanish ham nima qilish degandek. Andan keyin men degandek hamda paychakni nerede asılı buludu? Lekin hamda paychakni taraqqiy tepayotgan davlatlarda az yaxshiroq demoqchi. Chunki taraqqiy qilish bo'shliqi yana bor degan gap. Agar Turkiyada qolib qolsa, Turkiyada hamda mening moliya sohati jihatidan esa mushu islom paychaklarniki mushu sog'liq, sahiya ya bo'lmasa yemak ichmak mushu ya andiki ma textile deymiz, fabrikachilik masalanga mushu sohalarga mablag' solsa bo'ldi deb
qarayman hamda. Siz mablag' sanmasin deb qaraydigan savol bormi? Masalan, boqmachilik, teriqchilik, o'chi, bo'chi, bog'vanchilik. Ya ularni tijorat dedik-ku baytimda. Endi ularni tijoratdagi halol tijorat islam tijoratning cheki yo'q. Hatto qanaqa deymiz, har qanday narsa elib satsa, agar uni foydalan ko'z yetsalam, har qanday tijorat kirsa bo'ladi. Bunda yeri borchu. Endi tijoratda biz tijoratchilar ona qilmani qil deb öğütlenmemiz, ulanın 20-30 yıllık tecrübesi ticaretçilerimiz var hem de. Mesela eğer Amerika, Avrupa'daki la değil hem de müşter yaxşı işindiğen hem bu soğuda da bir nesne işenç meselesi pek mühim orunda durdu. Eğer işengen adamlar olsa bunu biri koysak ala kısın soğuda ne? Anlıkın la faydası bizge faizde arifesin mesela. Yani bunda ahvallarımız var. Türkiye'de pay... Payçıga münasebetlik mesela men maaşını qildim deb yangidan bosh ko'targan qarindoshlar mablag'ga ehtiyoj bo'layotgan qarindoshlar bormi? Biroz taraqqiy qilish nisbati cho'ngroq bo'lgan Uyg'urlardan bilamsiz shuni? Men badab qarayman, bir ikkisini bilman, lekin endi ular mablag' qilishni xohlamamdi bilmayman, lekin quvvatli qarindoshlar bor. Ularla ko'rish vaqtda bo'ldi qoldim. Hoş. Mesela yemek sahasida Yevropadagi boshqa davlatga Uyg'urlar qaysi shirkatga mablag' solsangiz yaxshi, islomiy mablag' solgan? Hamda Yevropadagilarning asosiyatidan balkim cho'shqi, go'shi yoki cho'shqi qatorliqlar bilan shug'ullanishi mumkin hamda-ku. Yemek sahasi bizda xatarlik endi. Lekin endi mencha chet el masalan boshqa Yevropa yer deganlarda shu energiya sahasi, sağlık sahası, ondan keyin industry deymiz, mashinsozlik misolan ya bu kemisozlik deymiz. Mush sahaning paychaklarini setvas bo'ldi deb qarayman endi. İnşallah o meselelerdə yana ayrım programmalarını qilsak bo'ladi. Taqim ishga. Kema cho'ngib ketirasetqa vaqtcha shu bütün asli bir 3-4 bo'lib qilsak yaxshi bo'larkanda. Ya bunu kirimiz çünkü Uyg'urlar pul tepishni qarorli qilgan bo'lsa, buning ichiga yana kirib yana cho'p chiqarsak bo'ladi inshaalloh. Çünkü Uyg'urlar qiziqmadi-ku bu narsaga mencha. Abay Uyg'urlar pul tepishni xohlam deb birinchi savolim, Uyg'urlar pul tepishni xohlasa bu dünya pul muomalatini ko'rib baqdi, izlanadi, uni qaraydi. Hozir bizda hatto men 2 yil mobaynida, bo'libmi oxirgi 1 yil mobaynida nurg'un qarindoshlarga o'zim xat yozdim. Eselchi qarindoshlarga yozdim. Bu tayyor cho'p ishlagan qarindoshlarga yozdim. Bir e'lon ishlab beringlar, men butun programmalarimda e'lon qilib beray dedim. Haqsiz. Bugungacha men 15-20 sekundlik bir e'lon kelib boqmadi. Bugun men nihoyatda abaytimdan bir e'lonni izlanib baqdim, topolmay qoldim. Qarindoshlar dunyo savdo, tijoratdagi bugungi e'lonchilikqa qiziqmayotdi. Masalan, eselchi qarindoshlarga dedim, e'lon qilib beringlar, men e'loningni qilib beray dedim. Yani Uyg'urlarda haqiqiy pul tepishga nisbatan bir jiddiy qo'zg'alish hosil qilishimiz uchun bugun umuman hammani tilga ilib chiqdi. Hammani demasakmi, hamda asosliqlarini tilga ilib etdik. Bundan keyin buni yani avval xalqimizning iddisini ozod qilishimiz kerak. Pul tepishga avval xalqimizni qo'zg'ishimiz kerak deyman. Hamda siz balkim Turkiya bir jiddiy bo'lganligi uchun Uyg'urlar pul tepishni xohlaydi, tepadidu, terishvadi deb o'ylashingiz mumkin, ammo Yevropadagi Uyg'urlarning men qarasam %80%imiz ishlaymiz. 15-20%imiz ishlamaymiz. 20-30%imiz oshxona ichish va yoki uni buni qilish bilan shug'ullanamiz. Yevropada biroz to'van Uyg'urlarning pul tepishga nisbatan jiddiy qarashi. Shu bizda bir dedim-ku men baydatga vaqtda paravallik bor. O yüzden jiddiy emas debchi. Aslında ciddi bo'lish kerak bizda. Jiddiy bo'lish kerak ya. Amaliyat jiddiy bo'lish kerak ya. Biz pul tepishga yuzlanishimiz kerak, o'rnimizdan turishimiz kerak. Shuning uchun bugungi tema biroz cho'ng elinde. Ya'ni pul topqin Uyg'ur deganni bu yerda chiqarish uchun. Xo'sh, undaqda men eng oxirgi savolimni so'rab etsam, Turkiyadagi Uyg'urlar iqtisodiy qiyinchilikni qanday yengamiz deb yozib qo'yapti ekanman. Bu hamda ya'ni mandaqlam Türkiye'deki Uyg'urlar maaşını qilsa bo'ladi deb ko'cha tili bo'yicha bir javobingiz bormi?
pek ilmiy sohaga kirib ketmay, masalan, 10 ming 20-30 ming TL'si var bir Uyghur yoki 30 mingdan 3 Uyghur 100 ming TL chiqadi deyli. Ma kesibga nim qilsa bir pul topalaydi deydigan bir javobingiz bormi yani? Aslida bunun bir ayrım tiymi de ama bir qistirib o'tib ketayli bu vaqtni aslida. Endi hozir mundaq ham bir ishim borchu. Qo'lida plani bor, projekti bor. Agar pul bo'lsa ham ba'zi ishlarni qila oladigan nurg'un yoshlarimiz bor hozircha. Lekin ashunaq mablag' yo'q. Mana buni moliya deb ataymiz hamdichu. Shu pul nereden keldi degan vaqtda. Endi shu pul borlar, shu projektlarla birlashib, ish qila oladiganlar bilan birlashib masalan bir yerga kelsalar, ba'zi nurg'un ishlar hal bo'lib ketadi ya'ni-chu. Yani yana bir masalasi, yani bu sherikchilikda eng muhim narsa, yani ishonch masalasi-chu. Bir-biriga ishonch qila olsa, agar men pulni bersa, men bir qiladigan ko'z yetsa masalanga, hali nima deb qarayman. Yana birisi, lekin hozir Turkiyada odam jihiyada menimcha fursat ko'p bo'ldi-chu. Turistam cho'qim fursat ko'p bo'ldi. Nima qilsa fursat ko'p bo'ldi. Masalanga nima bir fotokopi shop deymiz ya bo'lmasa, fotokopi shop açsaq bo'ladi masalanga. Ya bo'lmasa rasmxonlar masalanga. Masalan, hozir yosh bolalar quvvatida hozir. Shuni quvvatib hozir hali balki darajada iqtisodiy qarindoshlarimiz bor. Shunashqanda hozir bizning o'zimiz mualliqi chuvalchaq holatda bo'lg'ashqa, kimning puli var, kim puli ehtiyojli, kimning qanday plani var, kimning qanday projekti var, hozir uni biz bilmaymiz hozircha. Undaq bo'lgandan keyin cho'qim endi bizga shunaqa bir organmi yo'q. Organmi yo'q. Masalanga pullar pul yo'qni biri aytildiganmi, bir nima yo'q hisobchi. Shunashqa endi mushlarni qilish uchun ham bir mazgil mushlar ratlash uchun bir mazgil vaqt ketdi deb qarayman masalanga. Allah razı olsun. Hatta bütün O'rta Osiyodan deymiz, yerdan bu yerdan az-to'la masala so'rab, ukam mandirish mundaqda, mundaqsa mundaq bo'ladi, mundaqsa mundaq bo'ladi. Masala so'rayotganlar bor. Endi ba'zida endi Turkiyada asosan yo'q desam bo'ladi. Ya meni tanimamdi, ya bo'lmasa puli yo'qmi, ya bo'lmasa yaqindagi mollam Jamollam muallim doktor. Yaqindagi mollam Jamollam. Menimcha o sebepten emas. O sebepten emas. Demek ki onun ya ular işte yolunu biladi, ya bo'lmasa ular qanday qilishni bila oladi degandek. Lekin hozir bu yerda siz so'zingizni kesib o'tay muallim. Siz bu yerda pul muomil kasbida doktorsizchu. Siz buni doktor bo'lish uchun 15-20 yil vaqt ketadi. Siz buni o'rganib chiqdingiz, shunga shu qarindoshlarimizga shaxsan men desam, sizning qishingizga nurg'un odam kelish lozim. Sizning telefoningizni to'xtamay chaldirib, sizdan nurg'un maslahat so'rash lozim xalqimiz. Yani uyda o'tlamay biz chiqib pul tepishimiz lozim. Pul tepish uchun sizdek aql egalaridan savol so'rash, qishingizga kelish lozim. Hatto mablag'ni oldingizga tashlash lozim. Bu to'g'risi Qur'onning oyatiga asosan siz uning sohibi, siz buni tadqiq qilib uzun yildan keyin buningki natijasini olgan kishi. Uning uchun bu so'zingiz meni haqiqatan tag'in Turkiyadagi Uyg'urlar cho'qim sizni bizga qaraganda texmi qadrlashi lozim yani. İnşallah. Ya qadrlaydi demakchi o'g'lim, izlab turgan odam asos jihatdan yo'q, ya bunisi yo'q deyarlik holatda demakchi hamda. Ham qog'inni nima qilsa bo'ladi, lekin tufuk qilib, masalan, mashallah, mushtayat cho'p deymiz. Ash birodarlar tufuk turdi, hatto texnikalik masalasiga tushishga vaqtim tufunqani shunda qo'sh bo'ldim. Hatto qo'limdan kelishi yordam qildim masalanga. Demak, ehtiyojda tufunqsa bir insonni javobsiz yoki umidsiz qo'ymadim. Qo'limda qanchalik kelsa, hatto shu texnikalik masalalarda o'zim masalan qilamizammo, bildigan qarindoshdan biriga akilib, bunda qilgan ahvollarmi bor. Lekin hamda qog'inni bak uzrab ketdi hamda mening o'lchimim bo'yicha. Allah razı olsun. Bo'ladi. Mishada oyoqlashtirayli. Ma qarindoshlarimiz abayim 4-chi savolni so'raganda ham ba'zilar qizib ketdi. Yoshlar qanday savolingiz bor deb.
yoshlar qanday so'zingiz bor deb yoshlarga bir so'zingizni qisqacha deb bersangiz, undan keyin sizningki bu pul vaqf tashkilotingiz qachon sahnaga chiqadi, undan bir kichikgina bir nima berib bersangiz, shuning bilan programmani tugataylik muallim. Vaqt sizda. Endi yoshlarga, endi biz cho'qim amaliyotda qanaqdaymiz? Mushu agar mening pulim bo'lgan bo'lsa, men yoshlarni maxsus shu tarbiyalab, maxsus o'qish qilib qo'ygan bo'ladi. Endi demakchi hozir pul yo'q endi-chi. Lekin endi yoshlarimiz cho'qim bir qo'lida fan olsa, cho'qim bir yerda tirishish kerak endi-chi. Biz mana shunday keldik. To'g'ri o'qish muhim. O'qish muhim. Iqtisodning muhim ekanligini tushunib yetyapmiz. Ya burunda oshqasak, nima qilsak, men program boshida dedim, ota-onamiz bizga yordam qiladi. Lekin biz bu ahvol qolmadi. Endi hozir mening demoqchim, cho'qim o'qish oldini o'rin qo'yish kerak. O'zimizning o'qiyotgan kasbida voyat kutib o'qishimiz kerak endi-chi. Hatta endi buni o'qish uchun cho'qim belli darajada iqtisodni yaratish kerak endi. Qizlarni ishlanlar degan bo'lmaydi. Qizlar endi ular cho'qim yordam muhtoj bo'ladi. Endi bo'lmi o'g'illar cho'qim qaysar bo'lishimiz kerak. Qaysar ko'tarangi ruh bilan bo'lishimiz kerak. Ham to'g'ri vatanda zulm bo'ladi, tushkulishib ketdik. Ham tushkulishib ketdik deb tushib ketsak bo'lmaydi. Demakchi o'g'lim o'qiyotgan penimizdan birinchi so'zlashtirishaylik qarindoshlar. Mening endi rost aytsam, menda bu ruh kichikimdan boshlab qo'yilib ketgan. Menda hatto emgak qilsammi, emgaklikda eng yaxshi bo'lishni umid qilaman. Hatto bir taxt ko'tarsammi, bir nima deyli, ya choy quyib bersammi, ashta eng yaxshi voyat ko'zish qilishni yaxshi ko'raman. Shunashqa yoshlardan kutug'im cho'qim jasur bo'laylik. Men qila olmayman. Men cho'qim qila olmayman. Ümidsizlangan vaqtimizda shu zulmni kuchga aylantiraylik. Anda qila olsak, andan keyin bizdan bir natija chiqdi yoki umid chiqdi deb qarayman. Agar umidsiz ketib tang kelsak, millatlar tang turishib ketamiz. Shunashqa bizniki zimmamizga yuk nihoyatda jiq hamdir. Ama qarindoshlarimiz cho'qim yaxshi sohalarda o'qish kerak hamdir. Masalan, bizdagi hozir tabibban deymiz, u deymiz, bun deymiz, nurg'un sohalarimiz bor. Hamma sohada o'qishimiz kerak. Qarang, men dey. Tarix o'qisak, islom tarixini o'rgansak bo'ldi misolanga. Coğrafya öğrensek, Allah'nınki yaratkan zeminin nemalarını öğrenmemiz. Fizik öğrensek, alemnin yaratılışını, Allah'ın yaratışını öğrenmemiz mesela. Kimya öğrensek mi? Yani aşında. Demek ki her kandak fen okusak, yani bu İslam bile zıt emez. Şuna, Allah razı olsun. Çok önemli demek ki bu onun özümüzden okuyatkan sahalarda cho'qim variyat tuzib o'qidag'a tirish. O'qib qo'ydim emas. Cho'qim variyat tuzib o'qishni hamda umid qilaman. Shundaqla hamda shu iqtisod jihatdan ostona o'qish jarayonida asos jihatdan yo'linolmay, qo'ldan qanchalik kelsa azroq bo'lsa o'zlari bir nima yaratib tirishishni hamda umid qilaman. Allah razı olsun doktor. Rahmat. Yani bu jihatdan sizlar ayrim programma qilib bu yoshlarga cesaret berdiğim bu altın sözlerinizni uzun anlaşını yaxshi ko'ramiz, ama vaqtimiz bir kelib qoldi. Ba'zan qarindoshlar telefon nomeringizni so'rabdi, ekranda bu joyga yozib qo'ysam bo'ladimi, bo'lmamdi, uni sizdan so'rab o'tishim kerak oyog'ida. Yo'q, menga Facebookda nima yozsa bo'ldi. Tamam. Shur yozsa bo'ldi, nima kesdi. Allah razı olsun. Oxir deydigan so'zingiz bo'lsa, alima bo'lmasa, mishayda oyoqlashtirsak bo'ldi. Hem pullar buna gibinde kaldınız. Onun doğruluk. Şundak. Kaldım. Hem de bunun da elhamdülillah benim hem de bazı işler niyetke bağlıktayımız. Eğer ben iş kandak
özümni o'qitishni qilib qilsammi o'zimning oilasini boqalayman ham guldek o'talayman lekin maqsadim xalqim uchun ya'ni-chu xalqim uchun bir narsa qilib bersak degan niyat bilan yo'lga chiqdik ham buningda nurg'unlagan pul qashonlar duch kelmas hatto xitoyning ziyonkashligiga duch kelishimiz mumkin bu degandek lekin niyat yaxshi niyat tuz alloh xohlasa shuning uchun endi alloh xohlasa endi hozir advokatga berib qo'ygan uni endi advokat bilan pat arada bir ko'rishib andan keyin buni bir ro'yobga chiqadiganqa harakat qilyapmiz alloh xohlasa pat arada shu qurildi deb cho'qim qurildi inshaalloh kichik bo'lsin cho'ng bo'lsin alloh xohlasa cho'qim qurildi qurilgandan keyin xalqimizga aniqlab beramiz ochiqdan beramiz o vaqtda andan keyin xalqimizga marhamat qanchalik bo'lsa men degandek shu bir yillik zakatni bera olsimi bizda iliq nim qilamiqdek mushadiki qiyinchilik qilamiz yetib eshib qoldik bir holatga kelalaymiz deb o'ylayman endi ozroq bo'lsinmi men degandek bir millatimizning iqtisodiy gavdasi bo'lsin iqtisodiy manbasi bo'lsin hatto qiyinchilik duch kelgan vaqtda bir yo'lnaligidek bir yo'linchigimiz bo'lsin deb o'ylayman alloh xohlasa shu yaxshi niyatlar bilan mansaqlam alloh niyatimizni yetkazgisi deb qarayman lekin alloh xohlasa bu pul vaqtiniki ro'yobga chiqadiganligiga ishonman inshaalloh hamda pat arada tezroq bir ro'yobga chiqarishga tirishayotimiz inshaalloh alloh rozi bo'lsin hammadan duo qilamiz sizga va bu oilangizga inshaalloh va bu pul vaqtining tezroq o'tirg'i chiqib uyg'ur xalqimiz 30 yildan beri 40 yildan beri chet elda qilolmayotgan bir cho'ng bo'shliqni to'ldirishingizni umid qilamiz alloh sizga nasib qilsin va butun xalqimizga nasib qilsin hatto qarindoshlik studiyasi shuningki bir tashviqotchilik xizmatini qilib beralsimi biz uchun sharaf bo'ladi bu inshaalloh zamon kelganda bundaqda allohga topshirdim inshaalloh oldimiz zamonlarda shu biroz konkret kirsak masalalarga yani uyg'urlar qaysi jihatda ichkirilab kirib pul topa olamiz undan keyin ashuni tafsiliy deb bersangiz shu zayum ilish nima ilish so'rab masalan hatto qaysi shirkatdan qanday olamiz hatto naq maydonda shu shirkatlarga pay chekib boqsaq hammaylar bu ishni bir qilib boqsaq bir amaliyotga o'tsak oldimizdagi zamonlarda programmada agar vaqtingiz bo'lsa inshaalloh oxirgi so'zingiz bo'lsa rahmat shu qarindoshimizga rahmat ekran oldida qarasam 40 necha 50 necha 60 necha xili ko'da alloh rozi bo'lsin hammanglardan inshaalloh endi deydiganim birlashaylik qarindoshlar nima deymiz hammaning bir gapni qistirib qo'yma deb unutib qolibdiman bir inson chet elda 1 million uyg'ur bor desak bir odam chiqsa bir odam g'alati qilib qo'ysa ashuni bir oy tahlil qilyapmiz bizning vaqtimiz nada qarindoshlar amal bor kuchni vatandagilarni qutqarish uchun amaliy bir ish qilaylik shu negativ yoki bo'lmasa manfiy yoki bo'lmasa shu past gap taqdirlarni shu Facebook'dagi blok deydigan yeri bor blok qo'yib ignor qilsak bo'ladigan narsa uni bir oy 2 oy tahlil qilishdan hech qanday ahamiyati yo'q u bizga vaqt isrofchiligi jidal teriydi-ku agar men kontrol qilgan bo'lsam uyg'urlarniki WhatsApp'larni Facebook'larni taqlasam deyman-ku jidal urush ya bu yerda muallim asli boyliq siz degandek ijobiy bir narsa asli bu ishkironchi biz buni to'g'ri foydalanishda xitoyninki men bu to'g'risida ayrim programma qilaman xitoy bizga hujumni bak cho'ng qilib o'tib qilib biz biroz mag'lub bo'lib qoldik tashviqot uchun asli biz bu yerdan nojiq foydalana olmaydik biz chunki xitoy biroz kuchli kelib bak qalayimqon qilyapti bizni uchun qalayimqon qilyapti shu nurg'un ilmni ichiq qilib bo'ladi ammo inshaalloh o'ngishlik ketadi bundan keyin amaliyotda oshib qilganni bloklam saqlamchi qilolmaydi amaliyotchi shundoq bir ish odamning gapini bu nima bilan chaknab ketib qoldi men demoqchi bo'lganim gapni eng oxir demoqchi bo'lganim nima degan vaqtda gapni oz qilib fitnani oz qilib amaliy ishni jiqrab qilaylik demoqchi endi shundoq to'g'ri alloh rozi bo'lsin rahmat
İnşallah kalan altın sözlerinizni biz keyingi programmalarda anlamız. Allah'a emanet. Hürmetli görürmen kırındaşlar. Sizlerge Allah'a emanet. 3 saat bizdinki